O'zbekistondagi sud tizimi jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish mumkin emas. adolatdan qay daraja rozi? Savolga javob berishdan oldin chekinaman. Sud tizimi qay darajada mustaqil? Bu hech kimga sir emas. Inson sifatida achinaman. Sud xodimlari ijtimoiy tarmoqlarda juda kam. Ular xato qilib gapirib qo'yishdan qo'rqyaptimi? Sudyalarimizni yana qayta o'qitish kerakdir. Arzimaydi deb o'ylayman-da. Asosiy maqsadimiz ham shu. Haqiqatni qayerdan izlash kerak? Sudyani shablonga solib qo'ymasligi kerak. Men sal boshqacharoq o'ylayman. Bitta narsadan qo'rqishimiz mumkin. Internetda sudyalarning tanqid qilinishiga munosabatingiz. Demak, u sudya ishlamasligi kerak. Bugun mamlakatimizda turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar o'zining natijalarini berishni boshlagan. Shu bilan birgalikda yangi challenge'larni, yangi chaqiriqlarni dunyoga chiqarayotgan bir paytda biz ham Yakubs Podcast ro'y berayotgan atrofimizdagi turli muammolarni ekspertlar bilan birgalikda muhokama qilishni oldimizga maqsad qilganmiz. Bugungi sonimizda O'zbekistondagi sud tizimi, sudyalarning hayoti, bu jarayonda ro'y berayotgan voqeliklar, ijtimoiy tarmoqlardagi, virtual olamdagi huquqiy munosabatlarning sud hokimiyatidagi sudlar tomonidan hal qilinishiga va shu sohaga doir bo'lgan boshqa masalalarni muhokamasiga bag'ishlanadi. Studiyamiz mehmoni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining sudyasi, yuridik fanlari doktori Safoyeva Sadoqat Musayevna. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor ushbu podkastga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Bugun sud va odil sudlov haqida ochiq gaplash uchun bunday platformalarning mavjudligi juda ham muhim deb hisoblayman. Chunki sud qanday ishlashi, sud qarorlari qanday yo'sinda qabul qilinishini yaxshi tushunmasdan turib, jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish mumkin emas. Shuning uchun bugun kasbiy tajribam bilan o'rtoqlashish va insonlarni asosiy tashvishga solayotgan masalalar adolat, mustaqil sudya va odil sudlov masalalari yuzasidan, shuningdek eng muhimi insonlarning sudga bo'lgan ishonchini oshirish masalalari yuzasidan gaplashishdan mamnunman. O'ylaymanki bugungi suhbatimiz foydali bo'ladi va u nafaqat sud qanday ishlashini, balki odil sudlovga asos bo'lgan qadriyatlar nima ekanligini ham tushunishga yordam beradi. Sadoqat opa, fuqarolarni nazdida sudyalar va sud faoliyati bor. Lekin chinakam bu sohani ichidan mehnat qilayotgan, fidoyilik ko'rsatayotgan va ba'zan bu fidoyilikni qo'sh tirnoq ichida ko'rsatadigan holatlarni ham ko'rib, fuqarolarimizda turli xil fikrlar shakllanadi. Bugun fuqarolarimiz adolatdan qay daraja rozi? Sud ishlarida hamma vaqt ikkita tomon bo'ladi. Ayniqsa bu fuqarolik va iqtisodiy ishlar bo'yicha. Bunday ishlarda ikkita tarafni ham mamnun qilish juda qiyin. Buni alohida ta'kidlash kerak. Chunki sudning obyektiv vazifasi odil sudlov bo'lib, haqiqatni qonun yo'li bilan aniqlashdan iborat. Sudlarimiz bugun juda katta hajmda ishni ko'rib chiqyaptilar. Bu hech kimga sir emas. Masalan, birgina Toshkent shahar sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudyalarini misol qilib aytadigan bo'lsam, 2026-yilning birinchi yarim yilligida 147 mingga yaqin fuqarolik ishini ko'rib yakunlaganlar. Albatta buni ichida da'vo 147 ming bunda e'tirozlar bo'lishi mumkin. Hammasi da'vo ishlari emas-ku, sud buyrug'i bo'lishi mumkin yoki material tartibida ishlar bo'lishi mumkin. To'g'ri, lekin u da'vo tartibida bo'ladimi, buyruq tartibida bo'ladimi yoki material tartibida bo'ladimi? Har bitta sud ishining ortida inson taqdiri turadi. Shunday ekan, albatta fuqarolarimizni bu katta hajmda ish ko'rgan hajmda ichida juda ko'p fuqarolarimiz rozi bo'lib ketishadi, suddan xursand bo'lishadi. Buni hattoki hech qachon eshitmasliklar, xalq eshitmasligi mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda chiqmasligi mumkin. Asosan bitta ikkita norozi bo'lgan taraflar masalan chiqishi mumkin. Lekin bugun sudlarimiz o'zlariga berilgan zimmasiga yuklatilgan vazifalarni imkon qadar qonunga asosan amalga oshirib kelyaptilar. Bugun oddiy fuqarolarimiz adolatni qayerdan izlashni bilmay qolishadi-da. Ba'zan sudga boradi, ba'zan huquq mas'ul organlarga boradi. Lekin ma'lum bir muammoga, kulfatga duch keladigan bo'lsa, negadir birdaniga ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib, rezonans hosil qilishga, axborot shumi tashkil qilishga, sozdavать qilishga harakat qiladi-da. O'z umuman fuqarolarimiz haqiqatni qayerdan izlash kerak? Bugun nega ular suddan emas, boshqa joydan haqiqat izlashga harakat qilyapti? Bu nimadan dalolat beradi? Savolingiz uchun rahmat. Albatta bu savol nafaqat sud tizimiga, balki jamiyatning huquqiy madaniyatiga, huquqiy ongiga ham daxldor savol deb bilaman. Biroz savolga javob berishdan oldin chekinaman. Sizga aytmoqchimanki, yoshligimizda eslasangiz xorij filmlarida sudda gaplashamiz degan jumlalarni tez-tez uchratardik. O'sha paytda biz buni bir tahdid yoki bir bosim sifatida tushunardik. Lekin yillar o'tib xushnos sifatida shuni tushundimki, sudda uchrashamiz
degan jumla aslida inson huquqlarini himoya qilishning eng madaniyatli va eng to'g'ri usuli ekan. Kimdir o'sha o'zini huquqlarini tiklashni so'rab ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir postlar e'lon qilishi mumkin, jamoatchilik e'tiborini tortishga harakat qilishi mumkin. Kimdir boshqa davlat organlariga murojaat qilishi mumkin yoki qaysidir mansabdor shaxsga murojaat yo'llashi mumkin. Bu tabiiy. Biz huquqshunoslar buni to'g'ri va tabiiy qabul qilishimiz kerak. Chunki har kim adolatni o'zi istagan shaklda izlashga haqli. O'z huquqlarini himoya qilish uchun qayergadir murojaat qilishga, o'zini fikrini bildirishga haqli. Bu qachon notabiiy va noto'g'ri bo'ladi? Qachonki ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki qaysidir mansabdor shaxs orqali sud qarorini qabul qilinishiga ta'sir o'tkazishga urinish bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan postlar, agar u haqorat, tuhmat yoki sha'an qadr-qimmat oyoq osti qiladigan so'zlarsiz, matnlarsiz bo'lsa, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Yoki mana o'zimiz o'zbek millatiga xos xususiyat, oilada nizo kelib chiqsa, yoshi katta, yoshi ulug'larga murojaat qilinadi yoki mahallaga murojaat qilinadi. Yoki mana huquqshunoslikda bilamiz, maxsus davlat organlari bor. Mehnat huquqlari buzilsa, mehnat inspeksiyasiga murojaat qiladi. Yoki mana shunaqa vakolatli organlarga murojaat qilishi bu tabiiy. Qonun bo'yicha sudning vakolatiga berilgan masalalarni faqatgina sud ko'rib chiqadi va u yuzasidan faqatgina sud qaror qabul qilishga va nizoga nuqta qo'yishga haqli. Biz shunday tushunchani albatta shakllantirishimiz kerakki, insonlarimiz hali aytganimdek sudda uchrashamiz degan iborani ishonch bilan, ertaga adolat haqiqatan ham sudda qaror topishga ishonch bilan aytishsa, menimcha bu to'g'riroq bo'ladi. Asosiy maqsadimiz ham shu. Mayli, balki bugun bu biz yetarli darajada shu ishonchni qozona olmayotgandirmiz, qayerdadir xatolar bo'layotgandir. Hali aytganimdek obyektiv sabablar bor, juda katta ish hajmi, sudyalarimiz soniga nisbatan juda katta ish hajmi mavjud. Xatoliklar bo'lishi mumkin. Bu xatoliklarni tuzatish uchun mana apellyatsiya, kassatsiya, taftish instansiyalari mavjud. Lekin buni hamma ham bilavermaydi-da. Shu masalan birinchi instansiyada yo'q, masalan yutqizsa, uni o'sha holatni og'riqli qabul qiladi. Keyin yana bir masala borki, ijtimoiy tarmoqlarda faqat biz bir kishini eshitamiz. Lekin agar sudda kelsangiz, siz ikkinchi tomonni ham o'z haqiqatlari bor. Ikkinchi tomonni ham eshitsangiz, o'shandagina haqiqat oydinlashadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, baribir rivojlangan davlatda, huquqiy davlatda insonlarni huquqiy birinchi ishonchi, birinchi murojaat qiladigan joyi bu albatta sud bo'lishi kerak. Amaliyotda ba'zi bir shunaqa holatlarni ko'ramizda, ikki xil tendensiyani kuzatish mumkin. Mashhur shaxslar bilan yoki bo'lmasam shunaqangi shov-shuvga sabab bo'ladigan ishlar ko'rilganda, ba'zi bir holatlarda birdaniga yopiq sud majlisiga aylantirib olishadi. Jamoatchilikni, blogerlarni, ommaviy axborot vositalarini sud protsessida ishtirok etishi qaysidir ma'noda sudyaga yoki sudyalar korpusiga bosim beradimi? Savolingiz tushunarli. Albatta bu ko'pgina omillar bilan bog'liq. O'zi bilamiz, qaysi ishlar yopiq ko'riladi. Davlat siriga oid ishlar, mana fuqarolik ishlarida farzandlikka oid ishlar, farzandlikka oid ishlar yoki insonni shaxsi, sha'an qadr-qimmati bilan bog'liq ishlar yopiq sud majlislarida ko'riladi. Shuningdek, agar sud lozim deb topsa, o'sha taraflar iltimos qilsa, masalan, uni shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlar o'sha sud majlisida oshkor qilinsa, sud uni ham yopiq tarzda ko'rishga haqli. Lekin bugungi O'zbekiston sudlari oshkoralik tomonidan ketyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p sud prosesslari mana matbuotlarda ham to'g'ridan-to'g'ri mana olib berilyapti. Endi agar siz aytayotgan misollarga qaytadigan bo'lsak, balki u sud majlisida shunaqa iltimosnoma kiritilgandir o'sha mashhur shaxslar tomonidan. Chunki ko'pgina insonlar o'zining oilaviy hayot siriga, shaxsiy hayot siriga oid ma'lumotlarni oshkor qilinishini istamaydi. Bu ham uning huquqi. Masalan, savol bosim bo'ladimi shu matbuot tomonidan, blogerlar tomonidan sudyaga yoki buning hech qanaqangi bir ta'siri? Bu albatta sudyani ham ishni qanday qabul qilishiga bog'liq. Bu uchun sudya ham avvalambor o'sha bosimlarga chidamli bo'lishi kerak va matbuotimiz ham, o'sha blogerlarimiz ham etikaga rioya qilishlari kerak. Ya'ni sud majlisi hali sud qarori qabul qilinmasdan ular nuqtai nazarlarini, sud qanaqa qaror qabul qilish kerakligi haqida fikrlarini e'lon qilingan holatlarni ko'ramiz. Bu albatta yomon. Chunki xalqimiz orasida yuridik sohani tushunmaydiganlar bor masalan. Bu mashhur bloger yoki mashhur shaxslarni nomidan eshitganda, sud shunday qaror qabul qilish kerak degan bu ommaviy manipulyatsiyaga ham olib kelishi mumkin. Shu tarafdan xavf mavjud haqiqatdan. Ertaga sud qonuniy qaror qabul qilsa ham
uni jamoatchilik qabul qila olmasligi mumkin. Chunki jamoatchilik qonunda aslida qanday bo'lishi kerakligi haqida tushunchasi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men bu ikkita tarafga ham bog'liq deb hisoblayman. Sudlarimiz ko'proq oshkoralikka intilishlari, ko'proq sud majlislarini ochiq o'tkazishlarini tarafdoriman. Lekin mana oddiy sud majlislari hamma uchun ham qiziq emas. Agar siz masalan borsangiz, bugun Toshkent shahar sudlarini xohlagan sud majlisiga kirib, protsessda ishtirok etib, eshitib chiqib ketishingiz mumkin, masalan. Lekin nima uchun insonlar shunga qiziqmaydi? Masalan, kirib, bo'sh vaqtida borib, kutubxonaga borib o'tirganday gap deb o'ylayman men ham. Chunki bitta narsa o'rganib ketadi-da, borib sud protsessida o'tirib, umuman o'ziga aloqasi yo'q. Sud protsessiga o'tirib, qatnashib, sud protsessini kuzatib, sudyalar qanaqa o'zini tutyapti, fuqarolar sudda o'zini qanaqa tutyapti, qanaqa dalillar haqida so'z ketyapti, huquqiy ongini oshiraman desa, masalan, sud eshiklari hamma vaqt ochiq. Lekin aynan shu mashhur shaxslarga oid ishlar, shov-shuvli ishlargina ko'pincha fuqarolarimizni qiziqtiradi. Shuning uchun men o'ylayman, bu sudyaga nisbatan hech qanaqa bosim emas. Agar bu etika qoidalariga rioya qilinsa, hali aytganimdek oldindan sud qarori qanday bo'lishi haqida fikrlar bildirilmasa, bu bosim emas. Va sudlarimiz ham bu narsaga albatta chidamli bo'lishlari kerak. Matbuotda kimning ovozini, shovqini balandligiga qarab emas, qonunning ovozi qanaqaligiga qarab qaror qabul qilish kerak. Biz faqat qonunga asoslanib qaror qabul qilsak, bunaqa bosimlarga menimcha hech qanaqa ahamiyat bermaslik mumkin. Sadoqat Musayevdan hozir javobingizda sudyalarimizni yuklamalari haqida gapirdingizda. Rostdan ham agar respublika bo'ylab sudlarda tahlil qilinadigan bo'lsa, bu tumanlar kesimida har doim mutanosib emas. Qaysidir tuman sudlarida bu ko'proq ish hajmi, qaysidir tuman sudlarida bu kamroq bo'lishi mumkin. Ish sifatiga, adolatni ta'minlashga, haqiqatni qaror toptirishda bu yuklama bugun qanchalik mos va o'zi umuman xorijiy mamlakatlarda bu masala qanaqa hal qilingan? Buni yechish uchun biz qaysi yo'ldan borishimiz kerak va kelajakda nima islohotlar qilinishi ko'zda tutilmoqda? Mening fikrimcha, albatta ish yuklamasi sudyaning ish sifatiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Chunki bir kunda juda katta hajmda ish ko'radigan sudya yetarli darajada tayyorlanish, o'sha sud protsessiga, adabiyotlarni o'rganish, ish holatlarini o'rganish uchun qiyinchilik tug'diradi. Bu har taraflama ishni sifatiga ta'sir qiladi deb hisoblayman. Aynan MDH davlatlarida, faqat xorij bilan solishtiradigan bo'lsak, shu MDH davlatlarida va jumladan O'zbekistonda ham ish hajmi sudyalar soniga mutanosib emas deb hisoblayman. Bundan tashqari, faqat MDH davlatlariga xos bo'lgan xususiyatlardan bittasi ishlarga muddat qo'yilganligi. Yana ko'pincha fuqarolarimiz norozi bo'lishadi, ishim uzoq ko'rilyapti deb. Lekin agar biz xorijiy sud prosesslarini kuzatadigan bo'lsak, ular yillar davomida davom etadi. Chunki sudya adolatli qonuniy qaror qabul qilish fikriga kelmagunga qadar qaror qabul qilmaydi. Sudyani qaror qabul qilishi muayyan muddatlar bilan belgilanmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda mana islohotlar ketyapti, sudyalar shtatlari ko'paytirilyapti. Bu yanada davom etishi kerak. Bu qolmasligi kerak bu holatda. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, yaxshi professionallar, yaxshi yuristlar bunaqa ish hajmiga hamma va ham dosh bera olmasligi mumkin, sohadan ketib qolishi mumkin, kadrlar yo'qotishi bo'lishi mumkin. Eshigingizdagida masalan o'nlab odamlar kutib turgan paytda siz uni shoshilib eshitishga harakat qilishingiz, masalan, bu sudyani o'ziga ham yoqmaydi. Ko'pincha fuqarolarimiz aytadi, sudya meni eshitmadi, kam eshitdi deb. Sudyalar eshitishga harakat qiladi, imkon darajasida eshitishga harakat qiladi. Hattoki mana Toshkent shahar sudlarida mana bir necha marotaba blogerlarimiz ham yoritishdi, o'zlari guvoh bo'lishdi. Ertalab soat 9 da tushib, sud majlisidan soat 7-8 da chiqib ketyapti sudyalar, hatto tushliksiz ham ishlayotganligi. Bu hech kimga sir emas. Chunki bu bor holatni aytish kerak. Bu haqiqatan ham shu holatda sudyalarimiz bugun ishlayapti. Harakat qilyapti. Shu holatda ham o'sha qarorlarni qabul qilishga, qonuniy qarorlar qabul qilishga harakat qilishyapti. Lekin biz muddatlar masalasini o'ylab ko'rish kerak. 5 kunda sud qarorini berish kerak sudya masalan. Siz dushanba kun qaror qabul qilganingizdan tashqari siz 5 kun ichida boshqa ish qilmaysiz degani emas-ku. Siz seshanba kun yana ish ko'rasiz, chorshanba kuni yana ishlar ko'rasiz, hujjatlar bilan tanishasiz, o'qiysiz. Bu xohlaysizmi yo'qmi, juda katta vaqtni talab qiladi. Shuning uchun mana sudyalarning ishni ko'rish vaqti, sud hujjatlarini tayyorlash muddatlarini menimcha qayta ko'rib chiqish vaqti kelgan. Mana shu joyda yana bir masala borda. Men endi o'zim advokat sifatida sudlarda qatnashib, ham nazariyani bir paytda o'zida o'qituvchilik bilan olib borgan holatda bir narsaga duch kelamanda. Asosiy meni qiynaydigan savollardan va men ko'pincha harakat qiladigan masalalardan biri bu aholining huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini oshirish masalasi. Bugun
sudlarimizda, bo'lib ham fuqarolik sudlarida ko'riladigan har bir masala ham aslida sudgacha yetib borishi kerak emas, ya'ni arzimaydi deb o'ylayman-da. Qaysidir ma'noda biz sudyalarimizni qimmatli vaqtlarini juda kichik masalalar bilan olib qo'ymayapmizmikin? Bu uchun dunyo tajribasida alternative dispute resolution deydi, ya'ni nizolarni muqobil hal etish yo'llari bor. Mediatsiya deymizmi, arbitraj deymizmi, boshqa yo'llar bilan deymizmi? Va adashmasam shu raqamli sud konsepsiyasini ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida mana shu yo'nalishlar belgilangan ediki, biz bu yuklamalarni kamaytirish uchun huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish bilan bog'liq bo'lgan qanaqa nizolarni soddalashtirilgan tartibda sun'iy intellektga, raqamli platformalarga berishimiz kerakki, sudyani ish yuklamasi kamaysin, u chinakam nizolar bilan shug'ullansin. Bu borada fikringiz qanday? Fikringizga qo'shilaman. Albatta sud faqatgina obyektiv sudning aralashuvisiz hal qilib bo'lmaydigan ishlar bilan shug'ullanishi kerak. Butun dunyoda haqiqatan ham nima uchun sudda nizolar bizga nisbatan kam? Birinchidan, haqiqatan ham aholining huquqiy ongi va madaniyati tan olish kerak yuqori va imkon bor holatlarda yarashuv, kelishuv yoki alternativ o'sha muqobil usullar, siz aytgandek mediatsiya, boshqa usullar bilan hal qilishga intilish mavjud. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, xorij chet el sudlarida kuzatadigan bo'lsangiz, sudga murojaat qilish juda qimmat. Davlat bojlari, sud xarajatlari juda katta miqdorini tashkil qiladi uchun ko'pincha sudga murojaat qilinmaydi. Yana bir masala, ijro qilinmaydigan ishlar bo'ladi. Baribir sud qanaqa qaror qabul qilinishidan qat'iy nazar uni ijro qilish imkoni yo'q. Mana shu ishlar bo'yicha ham sudga nizo mavjud ko'rilmaydi. Sudga oid nizolar ko'rilmaydi chet el davlatlarida. Albatta bu fikrimga qarshi chiquvchilar bo'lishi mumkin. Masalan, sud dostupniy bo'lishi kerak deymiz, ya'ni sud qulay bo'lishi kerak, hammabop bo'lishi kerak, imkon bo'lishi kerak deymiz. Lekin haqiqatan ham sud bo'lar bo'lmas ishlar bilan band bo'lib qolib, natijada haqiqatan ham huquq tiklanishi kerak bo'lgan, adolat o'rnatilishi kerak bo'lgan ishlarga kam vaqt qolishi yoki imkoni kam qolishi bu achinarli holat. Notariat sohasini masalan takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida ijro xati institutini takomillashtirilib, ko'pgina nizosiz talablar notariat institutlari tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Bu ham juda katta ahamiyatga ega. Chunki sud hal qilmasa ham bo'ladigan nizolarni boshqa organlarga o'tkazish yoki mana siz aytgandek sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali sud yuklamasini kamaytirish, albatta sud haqiqatan ham aralashmasa bo'lmaydigan nizolarni ko'rishga sudlarda ko'proq imkon qoldiradi. Bu albatta odil sudlon sifatiga oshishiga olib keladi. Ba'zan arzimas narsalarga sudlashayotgan odamlarni ko'ramiz yoki arzimagan summalarga, masalan 140 ming so'm turar joy mulkdorlarini shirkatdan qarzdorlikni undirish haqida da'vo beradi. U da'vo tuman sudida ko'riladi, bitta sudya ko'radi. Unga undan ko'p qog'oz sarf qilinadi, sudyani vaqti, resurslari sarf qilinadi. Keyin apellyatsiya beradi, keyin Oliy sud ko'radi, masalan, shikoyat bersada, chet el amaliyotda ko'ramiz, hamma ishlar ham Oliy sud darajasiga olib chiqilmaydi. Oliy sud aralashmasa bo'lmaydigan, Oliy sud ko'rmasa bo'lmaydigan masalalar toifalangan. Balki bu ham endi hozirgi jarayonda bizning jamiyatimizda balki bu narsa tayyor emasdir biza, lekin sekin-sekin shu bosqichlarga ham o'tish kerak deb hisoblayman. Shu raqamli sud konsepsiyasida bir narsaga ko'zim tushgan edi-da. Tomonlar o'zlarining da'vo talablarini sun'iy intellekt bilan oldin muhokama qilgan holatda, agar sudga bersak biz qayergacha borishimiz mumkin, qaysi darajada bizda xarajatlar kutib turibdi, qanaqa taxminiy vaqt oladi deb umumiy kutilmani sun'iy intellekt bilan bir ko'rib olish imkoniyatini joriy qilish masalasi borda. Bu yaxshi. Yutadimi, yutmaydimi, o'zi umuman sudga berishga bu arziydimi, arzimaydimi degan savolga kelib olishda, balkim nizoni sudsiz hal qilishga, ichki ishonchni paydo qilishga balkim xizmat qilar. Lekin bu kabi yondashuv sudyalarimizning o'sha ichki ishonchi ta'sirida sud qaror qabul qilishi ulug'vor qoidasini, prinsipini ishlashiga ertaga xalal berib qolmaydimi? Savolingiz tushunarli. Haqiqatan ham mana guvohi bo'lyapsiz, keyingi yillarda raqamli sud konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy qilinyapti. Allaqachon fuqarolarimiz bundan imkoniyatlardan foydalanyapti. Ya'ni o'sha sud ishlarini avtomatlashtirilgan tartibda taqsimlash yoki video konferensiya aloqasi orqali masofadan ishtirok etish yoki raqamli xizmatlar orqali suddan ma'lumotlar olish va boshqa misollarni aytib o'tishimiz mumkin. Mana shu raqamli sud konsepsiyasida hozir to'g'ri ta'kidlaganingizdek, o'sha bashoratlash, prognozlash deymiz.
oldindan prognozlash imkoniyati berilyapti fuqarolarga. Bu fuqarolarimizning o'zlarining mulkiy ahvoli, ya'ni o'sha tavakkalchiligidan kelib chiqib, vaziyatidan kelib chiqib, ularga dastlabki ma'lumot berishga mo'ljallangan. Bu aynan sud shunday qaror qabul qiladi degan xulosani bermaydi. Ya'ni sun'iy intellekt o'zida mavjud ma'lumotlar asosida shu toifa ishlar bo'yicha odatda qanaqa qarorlar qabul qilinishidan kelib chiqib, fuqaroga dastlabki tushuntirish beradi. Ya'ni davlat boji bilasiz, bu summa ham hamma uchun, kim uchundir bu og'irlik qiladigan summa hisoblanadi. Davlat boji masalan ertaga da'vosi rad qilinsa fuqarolik sudlarida davlat boji rad qilingan talab tarafdan undiriladi. Shu uchun o'sha agar ertaga da'vo talabi rad qilinadigan bo'lsa, rad qilinadigan talabga davlat boji to'lab, ortiqcha sarsongarchilikka yo'l qo'ymaslik uchun fuqarolarimiz uchun bu juda ham qulay deb o'ylayman. Ya'ni o'sha davlat bojini aniqlash, sud xarajatlarini taxminiy aniqlash va taxminiy foydasiga qaror chiqadimi yo'qligi haqida taxminiy ma'lumotga ega bo'lish, prognozlash imkoniyatini beradi. Lekin bu sudlar uchun hech qanday, sudning faoliyati uchun hech qanaqa aloqador emas deb hisoblayman. Chunki fuqarolarimizga bitta narsani tushuntirishimiz kerak, jamiyatimiz shu narsani tushunishi kerakki, bu prognoz. Bu aynan sud shunday qaror qabul qiladi degani emas. Chunki bilasiz, fuqarolik ishlari bo'yicha yoki iqtisodiy ishlar bo'yicha sud protsessida qarshi da'vo berilishi mumkin. Qarshi da'vo ishning holatini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Qo'shimcha da'vo talablar berilishi mumkin, ekspertiza tayinlanib yangi holatlar aniqlanishi mumkin yoki sud o'sha ishdagi boshqa fuqaro e'tibor bermagan jihatlarni aniqlashi mumkin-da. Shuning uchun fuqarolarimiz shu narsaga tayyor bo'lishlari kerakki, unga 80% yutish ehtimoli bor degani bu 80% uni foydasiga qaror chiqadi degan xulosani bermaydi. Bu faqatgina dastlabki tavsiyaviy xarakterga ega bo'ladi. Chunki sud, bilamiz, algoritm bu umumiy ma'lumotlarga asoslanib xulosa beradi. Sud esa real hayotiy vaziyatlarga asoslanadi. Shuning uchun sun'iy intellekt bergan tavsiyalar va fuqarolarimizga taxmin qilish uchun, bu masalan men aytgan bo'lardim, advokatning birinchi konsultatsiyasini o'rnini bosadi deb. Chunki advokat bilan suhbatlashganda ham fuqaroga shu narsalar tushuntiriladi. Ya'ni qanaqa xarajatlar uni kutyapti, qancha davlat boji yutqizsa, qancha davlat boji to'laydi yoki ekspertiza tayinlansa, qancha xarajatlar uni kutyapti va ishni yutish ehtimoli haqida advokatlar ham bu narsani tushuntirish bera oladi. Shu vazifani bajarib bera oladi. Lekin fuqarolarimiz shu narsaga tayyor bo'lishlari kerakki, bu sudda yutish yoki yutqazish haqida tushunchani va tasavvurni shakllantirmasligi kerak. Raqamli suddayammiz, sud hokimiyatini, umuman sud tizimini raqamlashtirish masalasi, zamonaviylashtirish masalasi, islohotlar masalasi haqida gapiryapmizda. Lekin bu kabi tushunchalar haqida gapirilganda odatda tizim va jarayonni avtomatlashtirish, axborot texnologiyalarini qo'llash masalalari haqida gap ketadi. Bu men o'ylaymanki, masalani bitta tomoni. Masalan, eng muhim ikkinchi tomoni bor. Raqamli sudga, zamonaviy sudga, raqamlashtirilgan jarayonda sudyalarimiz nimaga tayyor bo'lish kerak? Bugun ular tayyormi? Sudlarga yaxshi binolar, yaxshi sharoitlar, yaxshi imkoniyatlar yaratish haqida gapiramiz, lekin bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerakki, baribir o'zgarishlarning asosiy manbai sudya bo'lib qoladi. Sudya, inson o'zgarmasa, bu islohotlar hech qanday samara bermaydi. Sudyani tafakkuri, sudyani dunyoqarashi, sudyani bugungi zamon chaqiriqlariga javobi, tayyorgarligi yetarli bo'lmasa, biz undan zamonaviy sudya haqidagi natijalarni ola olmaymiz. Sudya agar o'zini o'zgartirmasa, tafakkurini o'zgartirmasa, bu islohotlardan samara olish qiyin bo'ladi. Yana bir shu joyda masala bor. Boya biz sud qarorlarining bashorati haqida gapirganda bir narsaga to'xtaldikda, qaysidir ma'noda bu prezidentga yaqinlashib qoladigandek ko'rinyapti. Bir qiziq holat borda, advokatlik faoliyatimda o'zim duch kelgan bir qiziq holat borki, masalan, biror bir holat yuzasidan ish jarayoniga kirishar ekansiz, siz shu turdagi qarorlarni tahlil qilasiz. Yuqori sud instansiyalarida shu turdagi masalalar qanday hal qilingan? Buni yaxshi va yomon tomoni borda. Yomon tomonidan biri, ba'zan ma'lum bir amaliyot yaratiladi. Eng qizig'i, bu amaliyot yuqori sudda, bo'lib ham oliy sudda yaratiladi va quyi sudlar endi shu amaliyotni takrorlaydi. Aslida mana shu prezident emasmi? Biz Ramana German huquq tizimida kodifikatsiyalashgan qonunlarga asosan ish ko'radigan tizimda ish yuritib, qaysidir ma'noda yuqori sud qarorlarini yangi amaliyotda joriy qilishga, yangi prezidentni joriy qilishga qo'llaydigan huquqshunoslarga o'xshab qolmayapmizmi?
Tushunarli, lekin men bu fikrga biroz qo'shilmagan bo'lar edim. Chunki bilasiz, to'g'ri ta'kidladingiz, biz demak O'zbekiston huquq tizimi ham Romana German, ya'ni kontinental huquq oilasiga mansub. Buning asosiy xususiyati huquqning manbai hamma vaqt qonun. Anglo-sakson huquq tizimida sud prezidenti huquq manbai bo'lib xizmat qilsa, bizda har qanday holatda ham huquq manbai qonun bo'lib qoladi. Bekorga mana sudlar to'g'risida qonunda ham belgilanmagan, sudlar o'zlarining faoliyatlarida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga va qonunlarga rioya qiladilar va mustaqildirlar deydi. Bu mustaqil degani bu xohlagan qaror qabul qilaman degani emas. Aynan shu maqsadda sud amaliyoti va yuqori sud tushuntirishlari kerak va zarur. Masalan, Oliy sud plenumi bilasiz, sud amaliyotini umumlashtiradi va o'sha sohadagi muayyan qonunni qo'llash bo'yicha umumiy o'sha sud amaliyotini bir xil olib borish bo'yicha tushuntirishlar beradi. Bu nima uchun bunaqa beriladi? Chunki fuqaro bir xil vaziyatda, aynan o'ziga o'xshagan vaziyatda sudyalar tomonidan qonunni bir xil qo'llanilishini kutishga haqli. U masalan, bir xil ish bo'yicha bitta sudya boshqa xil qaror chiqarsa, ikkinchi sudya boshqa xil umuman bir-biriga zid qaror qabul qilsa, bu nafaqat sud tizimiga ishonchni so'ndiradi, balki huquqiy aniqlik prinsipini ham yo'qolishiga olib keladi. Shuning uchun mana shu mustaqillik to'g'ri, qonunga bo'ysunadi sudlar, lekin sud amaliyotini bir xil ushlash maqsadida Oliy sud plenum qarorlari yoki yuqori sud qarorlarining amaliyoti kuzatiladi. Men buni boshqacha nomlangan pretsedent deb hisoblamagan bo'lar edim, chunki to'g'ri, mana masalan men ham sudya sifatida yuqori sud amaliyotini inobatga olaman, tanishaman, qani bu soha bo'yicha qanaqa qarorlar qabul qilinayotganligiga qiziqaman. Plenum qarorlari tushuntirishlarini ham muntazam o'qib boraman. Lekin qaror qabul qilayotganimda albatta faqat qonunga asoslanaman va qonunni talqin qilaman. O'zimning ichki ishonchim va o'sha ish hujjatlaridan kelib chiqqan holda qonunni talqin qilaman. Va bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerakki, siz agar bir xil deb hisoblagan ish ham aslida umuman boshqa insonlar taqdiri yotganligi hisobiga qayerdadir farqlanishi mumkin-da, bir-birini takrorlamasligi mumkin. Shuning uchun sud amaliyotini men sudyalar uchun kompasga o'xshataman. U yo'nalishni ko'rsatib berishi mumkin, lekin qayerga borishni baribir sudyani o'zi hal qiladi-da. Qonunni qanday qo'llashni, qonunga qanday asoslanishni, ish holatlariga qanaqa baho berishni sudya baribir ichki ishonchidan kelib chiqadi. Biz sud amaliyotini yuqori sud amaliyotidan qo'rqmasligimiz kerak. Faqat bitta narsadan qo'rqishimiz mumkin. Yuqori sud amaliyoti sudyani shablonga solib qo'ymasligi kerak, tafakkurini. Yuqori sud amaliyotini bilishi kerak, lekin u baribir qonunni talqin qilishda o'zini mustaqil fikriga ega bo'lishi kerak deb hisoblayman. Mani bilishim, siz ijtimoiy tarmoqlardagi mulkiy munosabatlar masalasida ilmiy izlanishlar olib borasizda, shu sohaga doir masalan doktorlik dissertatsiyasini ham himoya qilgansiz. Bugun sudlarimiz raqamli makonda ro'y beradigan munosabatlarni, huquqiy munosabatlarni amaliyotda hal qilish masalalariga qanchalik salohiyatli, qanchalik bilimga, qanchalik ko'nikmaga egalar, o'zi umuman jarayon va amaliyotni oldinga o'tib ketishi bizni nazariyani, kadrlar tayyorlashni, ularni ko'nikmasini rivojlantirishni qay darajada eplay olyapti deb hisoblaysiz? Ayni paytda nafaqat qiziqarli, balki biza uni bilishimiz shart bo'lgan sohalardan bittasiga aylanib boryapti. Aynan men ham shu doktorlik dissertatsiyamni shu mavzuda tanlaganim bejizga emas. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolik munosabatlarini tartibga solish juda qiziqarli va aytishim kerakki, biz zamondan orqada qolmayapmiz. Buni asosiy dalili sifatida sizga aytishim kerakki, o'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining shaxsiy nomilkiy huquqlarni himoya qilish, shaxsiy nomilkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne'matlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Va men bemalol sudya sifatida maqtanib ayta olamanki, MDH davlatlari o'rtasida shaxsiy nomilkiy huquqlar doirasini bunaqa keng, aynan raqamli huquqda himoya qilish masalalarini yoritib beradigan plenum qarori faqat O'zbekistonda mavjud. O'zbekiston sudlarida amaliyotida mavjud. Mana shu plenum qarorida sudlarimizga raqamli muhitda inson huquqlarini himoya qilish masalalarini eng nozik jihatlari bo'yicha ham tushuntirish berildi. Bitta misol aytib o'taman sizga. Bundan bir 10-15 yil oldin bir ustozimiz nomidan ijtimoiy tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoq u paytda yo'q edi. Undan oldinroq demak, internet sahifalarida maqola e'lon qilindi. Xuddiki bu o'sha sudya ayol nomidan berilgan maqola sifatida e'lon qilindi. Unda sud
tizimiga nisbatan negativ fikrlar, sudyalarga nisbatan negativ fikrlar bayon qilingan edi. Shu ustozimiz nafaqada edilar, juda ham bundan qattiq xafa bo'ldilar, kasal ham bo'lib qoldilar. Keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qildilar. Men yozmaganman bu maqolani, meni nomimdan e'lon qilindi. Bilasiz, VPN chet el serverlari orqali e'lon qilingan ma'lumotlarni hamma va ham huquqbuzarni aniqlash imkoniyati mavjud emas. Va oxirgi natija javob xati oldilar, bu chet eldan joylashtirilgan huquqbuzarni aniqlash imkoni mavjud emas deb. Shu insonni buzilgan huquqi tiklanmay qolib ketdi. Ya'ni sudga da'vo berish uchun konkret shaxs bo'lish kerak, javobgar bo'lish kerak, sudga da'vo berilib o'sha shaxsga nisbatan huquqni tiklash mumkin. Lekin javobgar bo'lmasa-chi, huquqbuzarni aniqlash imkoni bo'lmasa-chi, bunda nima raqamli muhitda buzilgan huquqlar tiklanmay qolib ketaveradimi degan masala meni ham huquqshunos sifatida o'sha paytda qiynagan edi va shuni harakat qildim doktorlik dissertatsiyam doirasida ishlab chiqishga va yechim taklif qildikda bu borada. Agar mana shu raqamli muhitda masalan noma'lum akkauntlar orqali shu tarqatilganda, huquq buzilganda qanaqa himoya qilinadi deganda, biz buni bor instrumentlardan foydalanish maqsadida Fuqarolik protsessual kodeksida yuridik faktlar degan qism bor. Shaxsning sha'an qadr-qimmatini putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatilganlik faktini tasdiqlash tartibida ariza berish mumkin degan taklif bergan edik. Bu taklifimiz mana Oliy sud plenum qarorida ham inobatga olindi va Oliy sud plenumining o'sha shaxsiy nomlik huquqlarini himoya qilish bo'yicha plenum qarorining 24-bandida da'vo tartibida ko'rilsa-da, agar huquqbuzarni aniqlash imkoni bo'lmasa, fuqaro yuridik fakt tartibida alohida tartibda murojaat qilib, o'zini buzilgan huquqlarini tiklatish imkoniyatiga ega ekanligi belgilab berildi. Bu misoldan ham ko'rishimiz mumkinki, bugun sudlarimiz mana shu raqamli muhitda huquqbuzarliklar bo'lganda, o'sha javobgarlarni hatto aniqlash imkoni bo'lmaganda ham huquqni buzilishini tiklashga tayyor. Albatta bu jarayon doimiy rivojlanishda. Aytganingizdek, hali bu islohotlar davrida balki sudyalarimizni yana qayta o'qitish kerakdir bu masalalar bo'yicha. Albatta bilimlarini oshirib borish kerakdir. Lekin hozirgi qonunchiligimizda, hozirgi bor sharoitimizda ham sudlarimiz mana harakat qilyaptiki, shu holatda ham biz mana huquqlarni tiklash imkoniyatlarini plenum qarori doirasida ham tushuntirish berib o'tilyapti. Sadoqat opa, siz endi ham amaliyotchi, ham nazariyotchi olim sifatida bugun virtual makonda sodir bo'layotgan fuqarolik huquqiy munosabatlarni qaysi qismini bugun qonunchilik yetarlicha tartibga sola olmayapti deb hisoblaysiz? Umuman sud huquq amaliyotida bugun qanaqa ishlar ko'p ko'rilyaptiki, unga yechim kerak, qonunchilikda yechim kerak. Jarayon oldinga ketib qolgan, amaliyot oldinga chiqib ketib qolgan, hali uni tartibga soladigan mexanizm yaratilmagan. Mani amaliyotchi sifatida ko'proq qiynaydigan masala bu texnik masalalarning hal qilinmaganligi. Mana masalan ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz ham kuzatasiz yoki qo'ni-qo'shningiz, tanishlaringizdan eshitgandirsiz, onlayn kreditlar masalasi. Fuqarolarni masalan o'zining huquqlarini bilmaganligi natijasida nimagadir bizning fuqarolarimiz o'ylaydiki, bitim tuzishim uchun shartnomaga qo'l qo'yishim kerak deb hisoblaydi. Shartnomaga qo'l qo'ymadim-ku, men bitim tuzmadim-ku deydi. Lekin bilasizki, elektron imzo masalan yoki Face ID orqali tasdiqlangan harakatlar ham bitim sifatida qabul qilinadi. Mana banklardan fuqarolarimiz o'sha haqiqatan ham o'zlarining yuz ifodalarini tushgan holda yoki elektron imzolarini ko'rib bergan holda katta miqdorda kredit shartnomalar tuzyaptilar. Bank uni undirishga sudga da'vo berganda esa men buni olmaganman, men bu shartnomani imzolanmaganman deydi. Mani aldashdi deydi. Qo'shnim ekranga qarab turing deb aytdi deydi yoki ishxonamda bittasi ekranga qarab turing deb aytdi yoki elektron kalitimni birovga bergandim deydi. O'sha elektron kalitni birovga berish kerak emasligini yaxshi tushunmaydi. Elektron kalitimni bergan edi boshqa maqsadda, masalan, spravka olib beraman deb elektron kalitimni oluvdi, lekin bankdan kredit olibdi. Men bu pulni olmaganman deydi-da. Lekin biz huquqshunos sifatida bunga hech qanday yordam bera olmaymiz. Sababi bu bitim ham qonuniy bitim hisoblanadi. Qonuniy bitim bo'lgandan keyin afsuski sudya sifatida achinamiz ichimizda, achinamiz. Lekin biz unga yordam bera olmaymiz, chunki bitim tuzilganda, masalan, bank tomoni aytadi, kredit muassasasi aytadi, mana bitim deydi, elektron imzosi soxtalashtirilmagan deydi. Face ID'si deydi, ya'ni yuz ifodasi rasmini chiqarib olib keladi. Haqiqatan sizni yuz ifodam tushmagandim deganlarga ko'rsatamiz. Mana rasm beryapti, dalil beryapti. Sizmisiz? Ha, menman. Ha, qanaqa tushgansiz? Men bu bilan bitim tuzish kerakligini bilmaganman deydi. Shunda qaror chiqarayotganimda men ham sudya sifatida achinaman. Pul undirish haqida qaror chiqarayotganda shu holatlarda o'ylaymanki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar mana murojaat qilganmisiz deb savol beraman. Ichki ishlarga, chunki bilasiz, buni aniqlash ichki ishlar organlarining vakolatiga kiradi. Ha, ish qo'zg'atilgan, to'xtatilgan deydi.
Lekin uni to'xtatilganligi bizani fuqarolik ishlarida sudni ko'rib chiqishimizga to'sqinlik qilmaydi, afsuski. Adolatni, haqiqatni tiklashda mana shu qanchalik to'g'ri? Aslida masalan rostdan olmagan-ku fuqaro. Rostdan olmaganligini siz bilasizki, agar uni boshqa shaxs aldagan bo'lsa, bu sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanishi kerak. Ayb tasdiqlanishi kerak. Uni kimdir aldab sodir qilganligi bo'yicha sudning hukmi bo'lmasa, qonuniy bitim bo'lib turgan joyda fuqarolik sudining sudyasi o'sha qarorni qabul qilishga majbur bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu narsalarni bugungi kunni texnik masalalar tezroq yechimini izlab topish kerakki, jinoyatchini tezroq aniqlash choralarini ko'rish kerak. Jinoyatchini tezroq aniqlasa, ertaga bu bitimni fuqarolik sudida haqqi emas deb topsa bo'ladi. Haqqi emas deb topsa, o'z-o'zidan bilasiz, pul undirilmaydi. Mana shu narsalarda men sudya sifatida, inson sifatida achinaman. Shu texnologik masalalar orqaga qolib ketayotganini, ijtimoiy munosabatlardan his qilaman. Men sal boshqacharoq o'ylayman bu masalada. Biz qaytanga texnologik masalalarda biroz oldinga ketib qolganmiz. Huquqiy ong bilan, huquqiy tafakkur bilan texnologik yechim o'rtasida biroz tafovut bor. Endi xizmat zaruriyati yuzasidan xorijga boramiz yoki bo'lmasam xorijlik hamkorlarimiz tashrif buyuradi. Biz bu masalani haligi yo'l-yo'lakay kundalik hayotda duch kelib tanishamiz. Hattoki Londonda ham biz kabi yengil peer to peer deydi, telefon orqali hisob-kitoblarni amalga oshirish oson emas. Bizda juda ham yengillashib ketib qoldi, oldinga ketib qoldi. Hamma ekspertlar aytadi buni. Sizlarda deydi fintech deydi, ya'ni moliyaviy texnologiyalar ancha rivojlanib ketib qolgan. Shu darajada ko'p rivojlanib ketib qolganki, hali aholini ongunga yetib olgani yo'qda. Shu nuqtai nazardan bilmadim, meni yurist sifatidagi qarashim hozirgi undiruv siyosati biroz bu banklarimizni qo'llab-quvvatlashga qarab ketayotgandek. Shu holatda siz mana yurist sifatida qanaqa yechim taklif qila olasiz? Bu joyda tushuntirilishi kerak-da. Baribir yana boradi huquqiy madaniyatga. Nega qarshi da'vo bermaydi masalan bank undiruvga bergan paytda bitimni haqiqiy emas deb topishga? Bitim mohiyatini anglamagan-ku tuziladigan paytda. Qanaqa oqibat kelib chiqayotganligini bilmagan-ku. Bu birinchisi. Ikkinchisi, juda ham to'g'ri aytdingiz, rostdan ham jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Lekin o'sha qilgan gumon qilinuvchi yoki aybdor aniq bo'lmaganligi uchun to'xtaladi. Lekin holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilyapti-ku, bu fakt-ku bu. Fuqaroni olmaganligi ko'rinib turibdi-ku. Bu joyda bilmayman, banklar manfaatdor emasmikin ko'proq kredit berishdan degan fikrga kelib qoladi-da odam. To'g'ri, insonlarimizning huquqiy ongi madaniyatiga juda ham katta bog'liq. Haqiqatan ham mana men bilmasdan kodni berimman, men bilmasdan rasmga tushimman deganda biz aytamiz, televideniyadan har kun ko'rsatishyapti, ijtimoiy tarmoqlarda har kun e'lon qilinyapti desa, bu narsa men bilan sodir bo'ladi deb o'ylamagandim deydi. Eng achinarlisi bitta emas, bir nechta kreditlar olingan. Bitta bir paytni o'zida, endi qanchadir vaqt oralig'ida bir nechta kreditlar. Har safar nima siz kodini aytganmisiz desa, ha, har safar men kodini aytganman deydi fuqarolarimiz. Endi ikkinchi masala, qarshi da'vo deyapsiz. Bitimni haqiqiy emas deb topish asoslari qat'iy va tugal deydi fuqarolik kodeksida. Bitimni haqiqiy emas deb topish asoslarini masalan men sudya sifatida achindim yoki men ishondim, mana shu inson haqiqatan aldangan, men ichki ishonchim bo'yicha shunaqa deb men haqiqiy emas deb topa olmayman-da. Uning o'sha isbotlash degan masalalar bor-da. Hozir mana jinoyat ishi qo'zg'atilganligi holati yetarli emas. Nima uchun? Jinoyat ishida noma'lum shaxsga nisbatan qo'zg'atiladi-da. U hali yo'q u shaxs. Ertaga u aniqlanadimi, bormi, u yo'q masala. Shuning uchun menimcha bu masalalar bugungi kunda bu masala aynan islohotga juda muhtoj. Haqiqatan ham fuqarolarimiz bu narsada ko'p aziyat chekyapti. Biz sudyalar unga yordam bera olmayotganimizdan aziyat chekyapmiz. Ularni masalan yoshi katta, yoshi ulug' insonlar keladi. Ularning o'rnida bizning ham otamiz, onamiz bo'lishi mumkin, yaqinlarimiz bo'lishi mumkin. Endi buni meni amaliyotchi sifatida taklifim albatta birinchi o'rinda kiber jinoyatlarni aniqlashni ancha tezlashtirish kerak, meni fikrim. Ikkinchi masala siz aytgandek banklarni xavfsizlik tizimlarini ga mas'ulligini o'zlariga yuklash kerak. Agar banklardan mana shunaqa erkin olib chiqib ketish imkoniyati bo'layotgan bo'lsa, buni yuki banklar zimmasiga, kredit tashkilotlari zimmasiga yuklash kerak. Buni qonun bilan yuklash kerak-da. Bu mas'uliyatni ularning zimmasiga yuklab, ular xavfsizlik choralarini yetarli darajada ko'rmaganligi oqibatida shu bitimlar sodir qilingan bo'lsa, ana unda biz uni bemalol da'voni rad qilishimiz uchun asos bo'la oladi va albatta eng asosiy muammo fuqarolarimizning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatiga borib taqaladi. Bu kabi telefon qo'ng'iroqlariga yoki SMS xabarlariga befarq bo'lmasliklari kerak, jiddiy qarashlari kerak.
bitim endi faqat qog'ozda tuzilmasligini, bu ham bitim ekanligini, buni oqibatlari bor ekanligini anglab yetish uchun o'zlari ham harakat qilishlari lozim bo'ladi. Bir necha kompleks masalada to'g'ri aytib o'tdingiz. Lekin bitta zo'r masalani ko'tardingiz. Shu masalada sizni fikringizni bilmoqchimanda. Biz yuristlarda har doim dilemma, fikr qarama-qarshiligiga ketadi-da. Huquq ustuvorligi bor, qonun ustuvorligi bor. Har doim ham qonun ustuvorligi huquq ustuvorligiga, adolatga olib kelmasligi mumkin. Siz qonun talabini bajarishga majbursiz, lekin haqiqiy chinakam adolatni tikladingizmi? Bu yo'q. Va bu tabiiyki rus tilida emotsionalniy выгорание deydi, ya'ni insonni hissiy zo'riqishiga, qiynalishiga olib keladi. Sudyalik tajribangizda mana shunaqangi emotsional holatda, ya'ni qonun talabini bajardingiz, lekin haqiqatda adolatda qaror toptirishda qaysidir ma'noda yetib bora olmadingiz. Shunaqa holatlar bo'lganmi? O'zingizni qanaqa his qilgansiz va bundan qanday chiqib ketasiz? Mani bilishim, siz 20 yildan ortiq sudyalik faoliyatidasiz. To'xtovsiz surunkasiga, masalan, bu mas'uliyatli lavozimni yelkangizda ko'tarib kelyapsiz. Bugungi balkim sizni tavsiyalaringiz yosh sudyalarimizga bir dasturul amal bo'lar. To'g'ri. Bugungi kunda nafaqat bizda, xorij tajribasida ham sudyalarni mana bu kasbiy charchash masalasi kun tartibiga ko'tarilyapti. O'tgan yili 2025-yil mart oyidan boshlab aynan shu masala yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti alohida rezolyutsiya qabul qildi. 25-iyul kunini sudyalar va sud xodimlari farovonligi kuni deb. Endi buni farovonlik deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi, lekin buni kelib chiqishiga asosiy sabab Nauri deklaratsiyasi sabab bo'ldi. Bunga ham ozgina to'xtalib o'taman. 2024-yilda Nauri orolida butun dunyo sudyalari hamjamiyati vakillari yig'ildida. Endi bu tartibda ishlash qiyin. Hozirgi zamonda sudyalar juda katta bosimda ishlashyapti. Ular bizani ish hajmimizni tasavvur ham qila olmaydi aslida. Ular masalan bir oyda 4 ta 5 ta ish ko'rishi mumkin, lekin bu yerda emotsional zo'riqish haqida gap ketyapti. Shu emotsional zo'riqishda sudyalar bu tartibda ishlay olmaydi. Endi bu kasbiy zo'riqish, bu zaiflik belgisi emas. Bu tabiiy holat, buni tan olishimiz va undan chiqish yo'llarini ishlab chiqishimiz kerak degan xulosaga kelib, Nauri deklaratsiyasini qabul qilishdi. Nauri deklaratsiyasi bu majburiy normativ hujjat emas, bu tavsiyaviy xarakterga shu davlatlarga aytdiki, endi siz odil sudlo xohlaysizmi? Siz sudiy sifatli ishlashini xohlaysizmi? Sudyalar uchun mana bu kasbiy zo'riqishlarni oldini olish uchun mana bu tavsiyalarga 7 ta tavsiya bergan ular. Mana shu tavsiyalarga rioya qilishingiz kerak bo'ladi degan Nauri deklaratsiyasini qabul qildi. Bu deklaratsiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida ko'tarilib, shu deklaratsiya sharafiga 2025-yildan boshlab 25-iyul kuni sudyalarning va sud xodimlarining kasbiy farovonlik kuni deb e'lon qilindi. Bu juda muhim signal. Agar buni yetarli tushunsa, bu muhim signal. Demak, dunyo hamjamiyati sudyalarni kasbiy zo'riqishni boshdan kechirayotganligini va bu zaiflik emas, tabiiy holat ekanligini tan olishni boshladi. Xuddi shunday kasbiy zo'riqish siz bilan biz yonimizda ishlab yurgan sudyalarga ham taalluqli. Xohlaysizmi, yo'qmi? Bir kunda masalan tuman sudida 50 tagacha ish ko'radigan sudyalar bor. Mayli ikkita dona ish ko'rsin. Ba'zan siz 50 ta ishdan charchamasligingiz mumkin, lekin bitta ish sizni bir oylab charchatishi mumkin, uni ruhiy og'irligi. Ayniqsa bu oilaviy nizolarda, masalan, Toshkent shahar sudlarining statistikasiga kelishdan oldin bir ko'z yugurtirgandim. 2026-yil yarim yilda 5000 ga yaqin nikohdan ajratish haqida ishlar ko'rgan. 5000. 5000 ta nikohdan ajratish haqidagi ishning orqasida hech bo'lmaganda bitta bola taqdiri yotadi. Bitta, agar kamida. Bu degani bu juda katta sudya uchun ruhiy zo'riqish. Siz o'zimga olmayman bu narsani degan taqdiringizda ham siz o'sha bola gapirayotganda o'zingiz bolangizni tasavvur qilasiz. Ayol gapirayotganda singlingizni, yaqinlaringizni, erkak gapirayotganda ukanggizni, tanishlaringizni tasavvur qilasiz baribir. Uni o'rnida sizni yaqinlaringiz ham bo'lishi mumkin-da. Shu uchun bu sudyaga albatta qanaqadir haqiqatan kasbiy zo'riqishni keltirib chiqaradi. Endi men o'zim uchun qoidalar ishlab chiqqanman albatta, chunki bu yillar davomida shakllanadi. Nima qilsam kasbiy zo'riqishni kamaytirish mumkin degan. Birinchi o'rinda shaxsiy chegara va ish chegarasini to'g'ri belgilab olish kerak bo'ladi. Harakat qilish kerak, ishdan chiqqandan keyin ishni uyga ko'tarib kelmaslikka. Ko'tarish deganda bu moddiy ma'noda ish emas, lekin ishni ham ko'tarib keladigan sudyalarimiz bor. Buni hamma biladi. Kelib uyda ham qaror yozadigan sudyalarimiz bor. Bu ham hech kimga sir emas. O'zim ham faoliyatim boshlagan yilimda hozir o'zim ham tasavvur qila olmayman, qanaqa shunaqa ishlaganman deyman. U paytda fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudda ishlaganman. 2 ta sudya qolib ketgan paytlarimiz ham bo'lgan. Bugun o'sha Mirobod tumanlararo sudda 14 ta sudya ishlaydi.
biza o'sha ikkita sudya ishlaganmiz. 600 talab bir oyda ish ko'rgan paytlarimiz bo'lgan. Lekin u paytda men yosh sudya bo'lganman. 26 yoshimda sudya bo'lganman. U paytda balki yoshligim shunga nima talabga javob bergandi. Balki shu nima deydi, yonib turgan yuragim bilan bu narsalar men uchun qiyinchilik tug'dirmagandir. Lekin hozirgi yoshimda o'sha narsani men hozir tasavvur qila olmayman. Qanaqa qilib shunaqa hajmda ishlaganman deb o'zim ham hayron qolaman. Endi shu birinchi masala, albatta o'sha qaytamiz yana shaxsiy chegara bilan ish chegarasini o'rnatish kerak. Harakat qilish kerak odam miyasida ishni uyga olib kelmaslikka. Nafaqat qog'ozda, balki miyasida. Ikkinchisi, sudya o'zini ustida ko'p ishlash kerak. O'z ustida ko'p ishlagan, yaxshi o'qigan sudyani ichida ichki qarama-qarshilik kam bo'ladi. Chunki siz ishni ko'rayotganingizda nimadan zo'riqish kelib chiqadi? Ichkarida qarama-qarshilik ketayotgandan, fikrlaringiz hissiyotlaringiz bilan fikrlaringiz kurashayotgandan. Hissiyotingiz inson sifatida siz achinasiz, fikrlaringiz esa qonun bo'yicha mana bunaqa-ku deb turadi. Qonun bilan hissiyot o'rtasida xohlaysizmi yo'qmi to'qnashish bo'ladi. Natijada bu ham zo'riqishga olib keladi. Shuning uchun o'z ustida ko'p ishlagan sudya, ko'p o'qigan sudyada ichki taranglik kam bo'ladi. Uchinchisi, muhim masalalarni fikrlashish, maslahatlashish uchun albatta ustozingiz bo'lishi kerak. Ustoz shogird amaliyoti sudlarda yo'lga qo'yilgan. Bundan kimdir foydalanar, kimdir foydalanmas. Lekin bizni mana hayot yo'llarimiz boshida omadli odamlar bizaga yaxshi ustozlar duch kelgan. Bizaga yaxshi o'rgatishgan ishlarni va qaysi vaziyatda qanaqa yo'l tutishni o'rgatishgan. Men o'ylayman, bu ham juda muhim rol o'ynaydi. O'sha muhim masalalarni maslahatlashish uchun o'sha sizda professional sudyalar hamjamiyati yoki ustozlar bo'lishi kerak deb hisoblayman. Va albatta hamma kasbga taalluqli holatlar sport, mutolaa, oila, shaxsiy hayot uchun vaqt bo'lishi. Menimcha mana shu harakatlarga amal qilsa, sudyalar o'sha kasbiy zo'riqishlarni nisbatan yengilroq o'tkazadilar deb o'ylayman. O'tkazmaydilar deya olmayman, chunki bu kasb o'zi shu kasbga xos xususiyat, lekin mana shu kasbiy zo'riqishlarni oldini olishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Yosh sudyalarga maslahat haqida men bitta eng muhim masalani aytib ketmoqchiman. Sudyalik faoliyatimni boshlaganimda ustozlarimdan biri menga aytganki, sudyaning qalbi qaynoq, miyasi muzdek sovuq bo'lishi kerak degan. O'shanda bu hikmatni sababini unchalik tushunmaganman. Xo'p deganman endi, lekin buni yillar o'tib tushundimda. Chunki mana sovuq miyada fikrlash to'g'ri qaror qabul qilishga, dalillarni to'g'ri baholashga yordam beradi. Lekin qalb qaynoqligi insonga xayrixohlikka, insoniylikni esdan chiqarmaslikka, inson taqdiri mana shu chiqarayotgan qarori natijasida o'zgarib ketayotganligini tushunishga yordam beradi. Shuning uchun men mana shu hikmatni yosh sudyalarga ham ta'kidlamoqchimanki, sudyaning hamisha qalbi qaynoq, miyasi muzdek sovuq bo'lishi kerak. Shunda u to'g'ri qaror qabul qilishda qiynalmaydi. Bugun insoniyat virtual olamda, ijtimoiy tarmoqlarda hayotini ko'p qismini o'tkazyapti-da. O'rtacha statistika O'zbekistonda 4 soat u 15 daqiqa internet foydalanuvchilari o'z vaqtlarini, bir kunlarini masalan ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazyaptilar. Bu juda katta vaqt, juda katta ko'rsatkich. Endi shunday ekan, bu virtual olamda bugun ta'lim ham bor, tarbiya ham bor, ergashish ham bor, yomonlik ham borda. Shu jarayonda bitta zo'r gap borda, gul ekilmagan joyda o't chiqadi. Bugun ijtimoiy tarmoqda o'sha yomon kontentlar bilan birgalikda yaxshi kontentlarni yetishmayotganligi aslida tarbiyani oqsayotganligiga sabab bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Negadir bizda davlat xizmatchilari, bo'lib ham huquqni qiluvchi organlar, sud xodimlari ijtimoiy tarmoqlarda juda kam. Sanoqli biz xodimlarni shu intervyularda ko'ramiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz. Baribir xalqqa qiziq. Biz nega faqat qabul qilgan qarorini, bekor bo'lgan qarorini, qanaqangidir bir shov-shuvli vaziyatini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishimiz kerak. Ular nima bilan yashayapti, nima bilan fikrlayapti, qaysi mavzular ularni qiziqtiradi-yu, nimalar ularni qiynayapti, yig'latyapti, ko'rmaymiz. Shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Sud xodimlari, sudyalarimiz, umuman davlat xizmatchilari nega bugun ijtimoiy tarmoqda kamroq? Ular xato qilib gapirib qo'yishdan qo'rqyaptimi? Yoki bu narsani bir boshqa tomoni bormi? To'g'ri aytasiz, bugun ijtimoiy tarmoqlar bizning hayotimizning asosiy qismiga aylanib bo'lgan. Aynan menga ijtimoiy tarmoqlar mavzusi juda yaqin. Endi albatta bu bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yozganligim uchun bu sohani chuqur tadqiq qilganman. Bugun ijtimoiy tarmoqlardan har qanday maqsadda foydalanish mumkin. To'g'ri, biz huquqshunoslarni ham vazifamiz, ham burchimiz jamiyatning huquqiy ongi, huquqiy madaniyatini oshishiga hissa qo'shishimiz kerak.
va biz uchun eng qulay vosita bu hozir ijtimoiy tarmoqlar. Chunki fuqarolarimiz uzoq intervyularni ko'rmasligi mumkin, kinolarni ko'rishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi 2-3 minutlik qanaqadir tushuntirish uni hayotiga muhim bir foydali bo'lishi mumkin. Bundan to'g'ri foydalanish kerak. Men sudya sifatida shaxsiy fikrim, davlat xizmatchilari bo'ladimi, sud hokimiyati vakillari bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlarga, internet sahifalariga, umuman matbuotga ochiq bo'lish kerak. Chunki sudya qaror qabul qilganda o'zi biladi-ku nima uchun qarorga qabul qilganligini. U qo'rqmaslik kerak. O'zi qaror qabul qilgan odam bilishi kerak nima uchun qarorni qabul qildi va uni bemalol tushuntirib berishi ham kerak. Hozir protsessual kodekslarimizga shunaqa talab ham kiritilgan. Sud majlisi tugagandan keyin fuqarolarga nima uchun shu qarorga shu sababli xulosaga kelganligimizni tushuntirib beramiz. Zo'r qoida. Bu juda ham yaxshi qoida. Juda ham yaxshi qoida. O'zi bir ingliz sudyasining gapi bor edi. Odil sudlov faqat amalga oshirilishi emas, odil sudlov ko'rinarli bo'lishi kerak degan, ya'ni sezishingiz kerak degan. Men bu fikrga bugun qo'shimcha qilib aytardimki, odil sudlov tushunarli ham bo'lishi kerak deb. Chunki ko'pincha mana shu tushunmovchiliklar ham noroziliklarga olib kelishi mumkin-da. Endi tushuntirganimizda ham tushunishni istamaydigan fuqarolar toifasi ham bo'ladi. Uni ham inkor qilmaslik kerak. Lekin sud o'zining vazifasini bajaraverishi kerak. Ya'ni nima uchun shu qarorga kelganligini, qonunda nima deyilganligini, nima uchun u yutqizganligini, yoki nima uchun yutganligini, sud qaysi dalillarni inobatga oldi-yu, qaysi dalillarni nima sababdan inobatga olmaganligini tushuntirib berish kerak. Hech bo'lmaganda fuqaro bilishi kerakki, meni sud eshitdi, meni ishimni o'rgandi, men nohaq ekanman degan xulosaga kelishi kerak. O'zingiz ham kuzatgandirsiz, masalan, o'zimda ham tajribamda bo'lgan. Biz shunaqa blogerlarni postlarini ham o'qiymiz. Biz yutqizdik, lekin sud bizga juda chiroyli tushuntirib berdi deganda, men bu narsalar meni xursand qiladi. Demak, biz oldimizga qo'yilgan maqsadga erishdik deb o'ylayman. Shu uchun fikrim, shaxsiy fikrim, albatta sudyalar va boshqa davlat xizmat organlari, ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi, boshqa chiqishlar bo'ladimi, bunga ochiq bo'lish kerak. Bu bo'yicha bizda masalan hech qanaqa ichki to'siqlar, hech qanaqa qarama-qarshiliklar mavjud emas. Men o'ylayman, bunga hozirgi asosiy sabab ish hajmimizning yana ko'pligi deb o'ylayman. Chunki ertalab ishga kelgan sudya juda horg'in kayfiyatda, juda charchagan holatda uyga qaytadi. Bu masalan, bu ham vaqt talab qiladi, bir suhbatga borish, tayyorlanish yoki ma'lumotlarni olish ham vaqt talab qiladi. Shundan menimcha ish hajmi ko'pligidan shu holat bo'lsa kerak, lekin bu menimcha zamon talabi, keyinchalik bu narsalar o'z-o'zidan ko'payib boradi deb o'ylayman. Qanchalik yashirganingiz saricha axborot bir tomonlama shakllanish boshlanadi-da. Biz ijtimoiy tarmoqqa chiqqan norozilik yoki negativ tomonnigina ko'ramizda, uni orqasidagi boshqa narsa bor. Men aytmoqchi bo'lgan yana bir jihat bor-da. Masalan, bizda mana sud qarori bo'ladigan bo'lsa, sud qarorining qismlari bor. Kirish qismi bor, asosiy qismi bor, asoslantiruvchi va xulosa qismlari bor-da. Germaniya sud tizimida menga yoqqan bir jihat bor. Aynan mana shu asoslantiruvchi qismining o'zi juda keng yoziladi. To'g'ri, u yerda vaqt bilan, imkoniyat bilan bog'liq bo'lgan masalalar bor. Ya'ni qarorni o'qigan odamda nega shu qarorga kelganligiga qo'l ko'tariladi-da, qaysidir ma'noda. Ya'ni shunaqangi asoslantirish qismiga ko'p urg'u berilganki, u yerda bir necha 10 yo'nalishda sizga nima uchun shu qarorga kelinganligi ko'rsatiladi. Bizda endi bu hozir tushuntirish berish bilan bo'lyapti. Aslida sud qarorlari ochiq, masalan public.sud.uz saytida o'sha ochiq sud majlisida ko'rib chiqilgan har bir qarorni ko'rish mumkin. Lekin uni sharhi masalasini, uni tushuntirishi masalasini ma'lum bir doirada faqat talabalar yoki bo'lmasa ma'lum bir o'sha ish protsessda qatnashganlargina eshityapti-da. Men o'ylayman, mana shu huquqiy ong madaniyatni oshishiga xizmat qilardi shu asoslantirish qismini ko'proq ommaga chiqishi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, men o'ylayman, baribir hammamiz ham insonmiz. Qanday kasb vakili bo'lishimizdan qat'iy nazar, yopiq yoki yashirin bo'lish kerak emas, ko'rinish kerak fikrlar bilan. Masalan, mana sir emas, katta amaldorlar ham o'zlarining Telegram sahifalarini, Instagram sahifalarini yuritib borishyapti, fikrlarini, kechinmalarini yozib borishyapti. Buni qanaqadir bir ommaviy bo'lish kerak deb hisoblayman. Oxirgi paytlarda buni advokatlar, yuristlar yuritish boshladi, kundaliklar yuritishyapti. Lekin bu joyda yana bitta masala bor. Yaxshi savol kelib qoldi. Mana shu advokatlar katta auditoriyani to'plab olib, qaysidir ma'noda fikr yetakchisiga aylanib, o'zlari qatnashayotgan ish holatlarini yoritib borishyapti, namyoklar berib borishadi, boshqa qilishadi. Bu sud jarayoniga, adolatni tiklashga ta'sir qiladimi yo'qmi?
Juda ham qiziqarli savol. To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda mana advokatlarimiz bir tomondan juda faol. Bu ular shaxsiy kanallari orqali, postlari orqali bu xalqimiz uchun juda katta ish qilishyapti, juda foydali ish qilishyapti. Men shu o'rinda ta'kidlamoqchimanki, advokatlik kasbiga va bu kasb egalariga juda ham hurmatim cheksiz. Chunki advokaturani biz kuchli, mustaqil, professional shakllantirmasdan turib, odil sudlovga erisha olmaymiz. Bu juda ham muhim. Odil sudlov advokatlar kuchli, professional, mustaqil bo'lishidan manfaatdor. Chunki insonni boshiga tashvish tushganda, o'sha huquqiy masalalarda nizo kelib chiqqanda birinchi uchrashadigan odami bu advokat bo'ladi. Agar yaxshi advokat, professional advokat bo'lsa, u qonunni to'g'ri tushuntiradi va huquqni himoya qilish usullarini to'g'ri tushuntiradi. Ya'ni to'g'ri yo'ldan qanaqa boriladi va o'sha hali aytganimizdek dastlabki prognozini mijoziga, ishonch bildiruvchisiga to'g'ri tushuntiradi. Shu o'rinda mana ijtimoiy tarmoqlar orqali advokatlarning faolligini ham qo'llab-quvvatlayman. Bu juda ham yaxshi. Lekin aynan bitta ish uchun ko'rilayotgan muayyan ishni yoritilishiga, hali u yuzasidan qaror chiqmasdan fikr bildirilishiga, bu bilan ommani chalg'itilishiga qarshiman. Bundan tashqari, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali sudyalarga minnatdorchilik bildirilishiga ham qarshiman sudya sifatida. Masalan, menga ham yozishadi, men haqimda ham yozishadi. Men buni istamagan bo'lar edim. Chunki odil sudlovni amalga oshirish, adolatli, qonuniy asoslantirilgan qaror chiqarish bu sudyani kasbiy majburiyati. Uni ishi u. Sudyani masalan vrachsiz davolagani uchun yoki o'qituvchisiga dars bergani uchun ijtimoiy tarmoqda chiqib maqtamayapsiz-ku. Nimaga sudyani chiqib bu ham ta'sir deb o'ylayman qandaydir. Adolatni kamyobligi, shunaqangi adolat ro'y berganligi uchun rahmat emasmi? Men unaqa deb tushunmayapman. Men aksincha fikrni o'zgartirishi olib kelishiga yoki qanaqadir bilmadim. Bu ham men ta'sir deb o'ylayman sudga nisbatan. Hattoki maqtashni o'zini ham masalan sudya sifatida istamagan bo'lar edim. Kerak emas. Chunki siz ishingizni yaxshi bajaryapsizmi? Sizning qarorlaringiz qonuniy kuchdami? Insonlar sizdan o'z ichida rozimi? Uyda xursand bo'lib, sizning qaroringizni olib mani ishim adolatli ko'rildi deb ketdimi? Siz vazifangizni bajardingiz. Sizning vazifangiz o'sha yerda tugadi. Bu uchun sizga davlat ish haqqi to'laydi. Siz belgilangan maosh olasiz va ishni bajarasiz. Shu bilan birgalikda negativ postlarga ham qarshiman. Bu ham noto'g'ri. Bizga o'sha sud qarori qolib ketib, sudyani shaxsiyatiga qaratilgan postlar e'lon qilinadi. Endi aynan menga nisbatan masalan bu holat bo'lmagan, lekin hamkasblarimga nisbatan ko'rgan postlarni ko'rish ham yoqimsiz. Bitta holatni aytib, butun tizimga dog' tushirishga harakat qilish, butun tizimni obro'sizlantirishga harakat qilish, bu bilan kelgusida sud qarorini bekor qilinishidan umid qilish. Masalan, bu aholini bu bilan manipulyatsiya qilish, bu kechirib bo'lmaydigan holat deb hisoblayman. Bu nafaqat noto'g'ri ish, bu kasb etikasiga ham zid deb hisoblayman. Shuning uchun yaxshi bo'lardi agar jamiyatimizda keyingi holatlarda sud ishlarini berib borishsin, ularning shaxslarini oshkor qilmagan holda aholining huquqiy ongini oshirish maqsadida mana shu holatda mana shunaqa qaror chiqarildi. Nimalar sudda inobatga olindi? Masalan, mehnat nizosi bo'lsa, ish beruvchining aybi, xatosi nima edi? Xodimning xatosi nima edi? Yoki boshqa nizo, oilaviy nizo bo'lsa, sud nima uchun nikohdan ajrashtirmadi? Nimalarni inobatga oldi? Yoki sud nimaga nikohdan ajrashtirdi? Masalan, bitta tomon norozi bo'lsa ham, sud nimaga nikohdan ajrashtirdi? Masalan, mana shu aholiga ma'lumot tariqasida berilsa yaxshi bo'lardi. Lekin mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali manipulyatsiya vositasi sifatida foydalanishni avvalambor inson o'ziga o'zi ko'rmasligi kerak deb hisoblayman. Erkin va farovon hayot baribir iqtisodiy erkinlik bilan kirib keladi, lekin iqtisodiy erkinlik bo'lishi uchun tamal toshlaridan biri sifatida bu huquqiy tomondan erkinlik va mustaqillik masalasida gap boradi. Endi bu joyda chet ellik investor ham, ichki muhitda ham sudyalarni mustaqilligini, chinakam mustaqilligini huquqiy mustaqillik va erkinlikning asosi sifatida ko'riladi. Bugun sud tizimi sizning nazaringizda qay darajada mustaqil va xorijiy ekspertlar baholar ekan, nimasi ularni qoniqtirmayaptiki, sudyalarni sud tizimini chinakam mustaqil deb e'lon qilinishi, e'tirof qilinishi uchun? Sud tizimini mustaqil emas deyish uchun qanaqadir jiddiy yo'q, mustaqil emas demaylik, yetarlicha mustaqil emas yoki sud mustaqilligini yanada oshirish kerak. Endi bu sir emas, bu katta minbarlardan davlat rahbari tomonidan ham bot aytiladi. Biz sudlarimizni mustaqilligini yanada kuchaytirishimiz kerak. Hozir qaysi bosqichda-yu, buni yanada kuchaytirish uchun nima qilishimiz kerak?
Men o'ylaymanki, sudyaning mustaqilligi avvalambor sudyaning o'ziga bog'liq. Chunki sudya o'zini ustiga mantiya kiyib, sud protsessi zaliga qadam qo'yar ekan, u zalda o'zi qoladi faqat. Qonun, ish hujjatlari va sudyaning o'zi. Kasbiy mas'uliyat ham sudyaning zimmasiga. Qonun bo'yicha sudyaning mustaqilligi bo'yicha barcha instrumentlar, mexanizmlar yaratilgan. Endi bu mustaqillikni qanday amalga oshira olishi sudyaning o'zining prinsipialligi, bilim darajasi, hayot tajribasi, ko'pgina omillar bilan bog'liq. Sudya mustaqil emasligini his qilsa, demak u sudya ishlamasligi kerak. Agar o'zini mustaqil ishlashiga ko'zi yetmasa, u sudya ariza yozib boshqa ishni davom ettirgani ma'qul deb hisoblayman. Ish jarayoni tashkil qilinishi qadamlari bunga olib borib qo'ymayapti. Mana bitta misol aytaman sizga. Viloyat shaharlarda yoki tumanda ham sud raislari bor. Odatda raislarni o'zi ish ko'rmaydi. U kelgan ishlarni taqsimoti bilan shug'ullanadi. O'zi umuman mana shuni egasidan bir eshitaylik. Sud raislari o'zi nima ish qilish kerak va bugun bu jarayon qanday tashkil qilinyapti? Aslida mana shu ishni taqsimlash jarayonida yoki bo'lmasa ma'lum bir uslubiy ko'rsatma deb nomlanadi. Ular mana shu uslubiy ko'rsatma degan joyda ish jarayonini va ish natijasini oxirini yo'naltirishga o'xshab qolmayaptimi? Endi ochiq savolingiz uchun rahmat. Albatta bu masalalar ochiq muhokama qilinishi kerak. Mana shunaqa xalqimizda noto'g'ri tasavvurga ega bo'lmasligi uchun. Biz bilamiz, buni haqiqatan ham tumanlarda yoki shahar, viloyat miqyosida sud raislari faoliyat yuritadi. Endi sud raislari faoliyati bu odil sudlov faoliyati bilan bog'liq emas. Sud raislarining boshqaruv faoliyati bilan biz sudning qaror chiqarishdagi faoliyatini aralashtirmasligimiz kerak. Sudlar to'g'risidagi qonunga muvofiq sud raisi sud apparatiga boshchilik qiladi deydi, rahbarlik qiladi deydi. Xodimlarni ishga qabul qilish va ularni ishdan bo'shatish masalasini hal qiladi. Fuqarolarni yoki yuridik shaxslarni vakillarini shaxsan qabul qiladi. Jamoatchilikni masalan ommaviy axborot vositalari orqali sudning faoliyati haqida har chorakda xabardor qilib turadi degan vakolatlari bor. Bu boshqaruv vakolatlari. Sud raisining boshqaruv vakolati bilan biz sudyaning odil sudlovdagi vakolatini aralashtirmasligimiz kerak. Sud raislari sudyaning masalan konkret ishni ko'rishidagi faoliyatiga raislik qilmaydi. Ya'ni bu bo'yicha mana inson omilini sud raisining ishlarini taqsimlashdagi inson omilini yo'q qilish uchun allaqachon 5 yillab bo'ldi avtomat taqsimlash mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Hozir ishlar elektron taqsimlanadi. Masalan, men ilk sudya bo'lgan paytlarimda sud raisi qo'ldan taqsimlardi. Bu ishni masalan Safoyeva ko'radi, bu ishni boshqa sudya ko'radi. Uni ham ijobiy tomonlari bor edi. Uni ijobiy tomonlari shunday ediki, sud raisi qaysi sudyasini salohiyati qaysi ishni ko'rishga yetishini yaxshi bilardi. Qaysi ishni qaysi sudya tezroq, to'g'riroq ko'rishini, qaysidir fuqarolarni ko'proq eshitadiganroq sudya, qaysidir yoshi ulug' nasihat qiladigan sudya, masalan, har xil xususiyatlarni inobatga olib taqsimlar edi. U ham o'zini vaqtida hech qanaqa o'zini oqlamadi deya olmaymiz. Bu faqatgina fuqarolarimizda mana shunaqa shubha bo'lmasligini oldini olish uchun hali aytganimizdek odil sudlov faqat amalga oshirilishi kerak emas, u ko'rinib turishi kerak deydi-ku. Shunaqa shubhalarga joy qoldirmaslik uchun allaqachon sudlarda ishlar avtomatik taqsimlash yo'lga qo'yilgan. Rais qaysi ish qaysi sudyaga tushishini bilmaydi. Buni algoritm hal qiladi. Sudya ham o'ziga qaysi ish tushishini bilmaydi. Buni ham o'sha tizim, elektron tizim hal qiladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, raisning, kuchli raislarning vazifasi sudyani o'sha qaroriga ta'sir o'tkazishda emas, unaqa o'ylash kerak emas. Kuchli rais sudya professional, mustaqil, xotirjam o'sha sudda qaror chiqarishi uchun barcha tashqi sharoitlarni yaratib berish uchun, o'sha xavf-xatarlardan himoya qilish yoki o'sha xotirjam ishlashi uchun sharoit yaratib berishdan iborat deb o'ylayman. Raisni boshqaruv faoliyati sudyani odil sudlovdagi faoliyatiga umuman aloqasi yo'q. Endi zamon o'zgaryapti. Mana balki boshqaruv tizimida boshqa mexanizmlar yo'lga qo'yilar. Qaysi joylarda raislik lavozimlari qisqarar yoki boshqacha boshqaruv shakllari jalb qilinar, lekin fuqarolarimizda bunaqa fikr shakllanishini istamagan bo'lardimki, rais hech qachon sudyaga men bu ishni qanaqa qaror qabul qilish haqida aralashishga haqqi ham yo'q. O'zini hurmat qilgan sudya bunaqa aralashishga yo'l ham qo'ymaydi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Bugun qaysidir ma'noda mana shu jihatdan qiynalayotgan sudya o'zini qay darajada himoyalangan deb hisoblaydi va o'zi qanaqa himoyalanish mexanizmlari bo'lishi kerak? Xorijiy tajriba. Qaysi aynan holatdan? Turli bosimlar bo'lishi mumkin, aralashuvlar bo'lishi mumkin.
unga nisbatan bo'ladigan xatti-harakatlar bo'lishi mumkin, shikoyatlar, fuqarolarning shikoyati bo'lishi mumkin. Bizda mana shu mexanizm qanaqa va o'zi idealda qanaqa bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? Bu savolingiz albatta o'rinli. Sudyaning mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qonuniy mexanizmlar mavjud, qonuniy instrumentlar mavjud. Agar sudya o'ziga nisbatan o'sha ishga aralashuv, bosim bo'layotganligini his qilsa, bu bo'yicha tegishli tartibda o'zi malaka hay'ati orqali sudyalar oliy kengashiga murojaat qilishi mumkin. Sudyalar oliy kengashida alohida inspeksiya bor. Bu o'sha sudyalar daxlsizligini ta'minlash va korrupsiyani oldini olish bo'yicha alohida inspeksiya faoliyat yuritadi. Aynan ularning funksional vazifasi sudyalar mustaqillikka daxl qilish mumkin bo'lgan har qanday holatlardan sudyalarni himoya qilish hisoblanadi. Endi sudyalarni masalan ko'pincha siz aytyapsiz mana qanaqadir tashqi bosimlar bo'lsa, tashqi bosimlarda mana shu yo'l qonuniy yo'l hisoblanadi. Endi fuqarolarning shikoyatlari yoki unda tuhmat shaklda berilgan, sudyalarga nisbatan haqorat shaklida beriladigan shikoyatlarni ham men ruhiy bosim deb hisoblayman albatta. Lekin o'sha sudyani shunga vaqti yo'q. O'sha shikoyatni olib, mana shu odam menga tuhmat qiluvdi deb ariza yozishga yoki huquqini tiklashga, sudyani bugungi kunda ish hajmidan ortib bu narsaga real vaqti ham yo'q-da. Shuning uchun bu ham endi o'sha jamiyat huquqiy ongi madaniyati bilan bog'liqki, sudyadan norozi bo'lsa, sudyaga nisbatan emas, sudyani qaroriga nisbatan shikoyat berishni to'g'ri shakllantirish kerak bo'ladi-da. U sudyani o'rnida boshqa sudya bo'lganda ham shu qarorni qabul qilgan bo'lardi. Hattoki siz fuqarolar haqida gapirasiz, men yaqinda professional advokatdan shunaqa shikoyat olib hayron qoldimki, fuqarolik ishi bo'yicha kassatsiya shikoyatini sud majlisiga tayinlash ajrimi bo'ladi. U tayinlash, qabul qilib tayinlash ajrimi. U ajrim ustidan shikoyat keltiriladigan ajrim hisoblanmaydi, chunki u hech qanaqa oqibat tug'dirmaydi. Sud majlisini tayinlab taraflarga xabardor qilish haqidagi ajrim. Uni masalan bu sudya chiqaradimi, boshqa sudya kimni qo'liga tushsa o'sha ajrim chiqadi. Bu biron bir ish bo'yicha huquqiy oqibat tug'diradigan ajrim emas. Lekin shu ajrimga professional advokat shikoyat berib yurgan holatlarni ko'ramizda. Sudya noto'g'ri tayinladi, ikkinchi tomon shikoyatini noto'g'ri qabul qildi. Sudga bo'lgan huquq bu konstitutsiyaviy huquq. Sudga murojaat qilish, sudda qatnashish bu konstitutsiyaviy huquq. Buni sudya yoki boshqa shaxs cheklay olmaydi. Ertaga uni natijasi bo'yicha qaror qabul qilinsa, unga shikoyat berish mumkin bo'ladi. Mana shunaqa holatlarga ham duch keladi sudyalarimiz. Endi balki bu kelgusida o'sha ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi, huquqiy ongning oshishi bilan balki bog'liqdir va sudya bunday munosabatlarga o'ta bosiq munosabatda bo'lishi kerak. O'ta vazmin, o'ta bosiq munosabatda bo'lishi kerakki, bu har bitta shikoyatni ortidan yugurib, uni ariza berib, u ish qolib ketadi, asosiy ishi sudyani. Odil sudlov bilan bog'liq asosiy ish qolib ketadi. Bu bosimlarga e'tibor bermasdan o'zini ishini mustaqil tarzda davom ettirish kerak va boyagi fikrimni yana qo'llab-quvvatlayman. Sudyani mustaqilligi avvalo sudyaning o'ziga bog'liq. Chunki sudya bitta narsani his qilish kerakki, u qo'l qo'ygan qarorga faqat u javob beradi. Boshqa odam javob bera olmaydi. Ertaga bu aytdi, bu qildi degan asoslar hech qanaqa sudda ham, boshqa joyda ham rol o'ynamaydi. Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega emasmi? Sudya bo'lib ishlamagani ma'qul deb hisoblayman. Nimani bilish kerak deb hisoblaysiz? Jarayon haqida, sudyalarning hayoti haqida, praktika haqida ichlaringizda to'planib qolgan dardlar bor-da, baribir. Baribir keng jamoatchilik faqat tangani bir tomonini ko'rishi mumkin. Tangani ikkinchi tomonida mutlaqo boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham jamoatchilik ko'pincha bilmaydigan, lekin sudyalar aslida boshqacha tushunadigan holatlar mavjud bo'ladi. Birinchidan asosiy yanglishish sudyalar meni ishimni yaxshi o'rganmadi deb hisoblashadi-da ko'pincha. Bizani kam eshitdingizlar sud protsessida yoki bizani ishimizni yaxshi o'rganmagan deb o'ylashadi. Masalan, 10 minutda taqdirimni hal qildi deb o'ylaydi. Lekin aslida u ish sudyaga kelib tushadi-ku, 1 oy oldin kelib tushadimi, 20 kun oldin kelib tushadimi? Masalan, o'rta zven vaqtida sizga gapiraman, apellyatsiya, kassatsiya, mana taftish ishlarini ko'ramiz. Uchta sudya hattoki bir-birimiz bilan tortishib ketamizda, o'sha ishni o'qigandan keyin xulosalar yuzasidan o'sha odamlar uchun tortishamiz. Sud protsessida buni bildirmaymiz. Sud protsessida albatta befarq o'tiramiz. Lekin suddan bir kun oldin mana bu kitobda mana bunaqa yozilgan, bu plenum qarorida mana bunaqa yozilgan deb huquqiy munozaraga kirishamiz, tortishamiz, talashamiz. To haqiqat bo'yicha bir yagona fikrga kelmagunimizcha, masalan, qancha jarayonni bosib o'tadi. U ishni qayta-qayta o'qiymiz, bergan dalillarni qayta-qayta o'rganamiz. Qaysi
qonun normasini qo'llasak, shu insonning huquqini tiklash uchun qulayroq variant bo'ladi deb yo'llarini izlaymiz. Insonlarga qanaqa qonuniy yordam berish mumkinligini maksimal choralarini o'zimiz imkoniyatimiz darajasida ko'ramiz. Lekin sud protsessida albatta sudya hissiz o'tiradi, emotsiyalarini bildirmasligi kerak. Bu majburiyati. Sudyani hattoki nafaqat bu oddiy bo'lish kerak bo'lgan holat, bu sudyaning majburiyati. İnsoniyligini yo'qotmagan holda xolis turish kerak. Ko'z ifodangizdanmi, biror gapingizdanmi, savolingizdanmi sezdirsangiz, demak siz yaxshi sudya emassiz deb bilinadi. Chunki professional sudya xolisligini umuman xolisligini sezdirmasa, demak u professional sudya hisoblanadi. U bizani masalan foydamga qaror chiqarmadi deb gapirayotgan taraf ichida aslida sudya unga achinib turgan bo'lishi ham mumkin bo'ladi, lekin buni ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. U 10 minutda yo 5 minutda sud protsessida hal qilinadigan masala emas. Bu ish uzoq o'rganiladi, tahlil qilinadi, muhokama qilinadi. Bitta xulosaga kelguncha sudya uni uzoq bir fikrlaydi bu masala yuzasidan. Sudya qonun doirasida harakat qiladi. Sudyaga u holat yoqadimi, yoqmaydimi? Sudyaning subyektiv fikri boshqacha bo'lishi mumkin. Hali aytganimdek, onlayn kreditlar bo'yicha meni shaxsiy fikrim boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin men qonun doirasida harakat qilishga majburman. Sudya har bir sudya o'zini adolatini belgilaydigan bo'lsa, unda parokandalik bo'lib ketadi. Belgilangan adolat qonun doirasida bo'lishi kerak. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz, ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ishlarda 5 sutka beribdi. Shu ishga bor yo'g'i 5 sutka beribdi qamoq deb muhokama qilishdi-da. Ha, mana bu ish qilganga mana buncha berishuvdi, nechadir yil berishuvdi. Mana bunga 5 sutka berishibdi deb muhokama qiladi. Bir kishi ochib qaramaydiki, o'zi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda o'zi uni maksimal muddati qancha? Masalan, 15 sutka maksimal. 15. Sudya 15 dan ortig'ini bera olarmidi degan savolni hech kim qo'ymaydi. Yo'q, bunga mana bunaqa jazo berish kerak edi deb ijtimoiy tarmoqda muhokama qilinadi. DTP deymiz, yo'l harakati hodisasi oqibatida kimdir vafot etdi. Vafot etganni oila a'zolari va u tomonlari shofyor ayblaydi. Sudya deydi, shofyorga yengilroq jazo berdi deydi. Shofyor oila a'zolari sudyani ayblaydi, sudya og'ir jazo berdi deydi-da. Shu uchun bu jamoatchilik fikri, ijtimoiy tarmoqlardagi fikr, insonlar bitta narsaga e'tibor berish kerakki, sudya ham qonun doirasida harakat qiladigan inson. U qonun ramkasidan chiqib keta olmaydi. Inson sifatida u ham sizday o'ylashi mumkin, achinishi mumkin, lekin sudya sifatida haqqi yo'q, u qonun doirasida harakat qilishi kerak bo'ladi. Mana shu holatlarni fuqarolar tushunishini istardim. Sizning nazaringizda keyingi 10 yilda sun'iy intellektni kirib kelishi, bu jarayonni raqamlashishi, yangi erani, yangi demak sanoat inqilobini bizni boshimizdan kechayotganligi sud hokimiyati, sud jarayonlari faoliyatini qaysi bosqichga olib chiqadi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, mendan talabalar so'rashadi. O'quvchilarimiz so'raganda, sud yo'nalishida sudya bo'lmoqchiman. Xo'p, odatda 22-23 yoshida universitetni bitiradi. Sudya bo'lish yoshi esa 35 yoshni tashkil qiladi. Bu orada 7-8 yil sudda texnik xodim sifatida, sudya yordamchi sifatida yurish kerak. Bu uzoq muddat. Sudda ishlash ko'nikmasini shakllantirish uchun, odamda o'ziga bir kelib olish uchun 2-3 yil yetarli. Sen ungacha boshqa joyda tajriba to'plab, moddiy imkoniyatlaringni yaxshilab, keyin sudga borganing yaxshi deb tavsiya beraman. Siz bo'lajak sudyalarga nima deb tavsiya berasiz? To'g'ri, menga ham bu savollar bo'lib turadi. Bilasiz, men ham yuridik universitetda dars berayotganimda talabalarimni bu narsa juda qiziqtiradi, aynan sud sohasida ishlash. Birinchi aytadigan gapim, sud bu juda mashaqqatli soha. To'g'ri, sharafli bo'lishi mumkin, sizga chiroyli ko'rinishi mumkin, hokimiyatdek ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu juda mashaqqatli. Bu insondan juda katta kuch, matonat va doimiy izlanish talab qiladigan soha hisoblanadi. Agar talabaga aytgan bo'lardimki, siz shu yo'lga tayyormisiz? Siz shu mashaqqatga tayyormisiz? Yarim yo'ldan tashlab ketmasligingizga, shu vazifangizni oxirigacha bajarishingizga ko'zingiz yetsagina bu yo'lga chiqing degan bo'lar edim. Chunki sudyaning kasbining eng og'ir tomoni bu inson taqdiri bilan ishlashi. Chunki sud qaror qabul qilganda albatta u o'sha oilani eng kamida mulkiga yoki uni shaxsiy hayotiga, bola taqdiriga, umuman hayot tarzini o'zgartiradigan holatlarga olib keladi. Bu juda katta mas'uliyat. Uni tushungan odam uchun bu juda katta og'ir yuk hisoblanadi. Shu uchun aytgan bo'lardimki, sudyalik kasbida ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda demak tinimsiz ilm oling. Chunki
yaxshi sudya, professional sudya deb hurmat qozonmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda bilimli bo'lishingiz shart. Bilimsiz sudyani nafaqat xalq, o'zini jamoasi ham hurmat qilmagan bo'lar edi. Ikkinchi, mana shu aytganimdek murakkab yo'llardan yurishdan qo'rqmaslik, mashaqqatlarga chidamlilik va tayyorlik. Va uchinchisi, zamonaviy sudya bo'lish uchun siz endi texnologiyalarni, yangi kommunikatsiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini, raqamli huquq masalalarini, zamonaviy huquqning eng dolzarb masalalarini yaxshi bilishingiz kerak. Sudya proses ishtirokchilaridan yuqori darajada bu sohani bilmasa, nizoni to'g'ri hal qila olmaydi. Mana yurisprudensiyani o'zi ham bitirgandan keyin turli yo'nalishlarda, sohalarda ishlash imkoniyatini beradi-da. Bu bo'lsin o'sha jinoyat qidiruv bilan bog'liq bo'lgan, tergov bilan bog'liq bo'lgan, sud bilan bog'liq bo'lgan, advokatura bilan yoki bo'lmasam korporativ yuristlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan. Mana shu hozir biz sanab o'tgan kasblarni hammasi turli ko'nikmalarni talab qiladi. Masalan, men talabalarga aytamanki, jinoyat qidiruv bo'limining xodimi ekstravert bo'lish kerak, tez bo'lish kerak, haligi jangarroq bo'lish kerak, qo'rqmasroq bo'lish kerak. Sudya tahlil, og'ir bosiq, sintezda, analizda sabrli bo'lish kerak va hokazo. Ya'ni insonning tabiati uni kasbiga yarashishi kerak-da. To'g'ri. Bo'lajak kasbiga yarashishi kerak. Siz bo'lajak sudyalar hozirdan o'ziga qaysi ko'nikmalarni bor yo'qligini test qilib ko'rishini, sinab ko'rishini, mendan sudya chiqadi yoki yo'q degan savolning javobini o'ziga olish uchun va nimalarni o'zida shakllantirish kerak deb hisoblaysiz? To'g'ri, hali aytdingiz, yosh masalasini ham to'g'ri ko'tardingiz. Haqiqatan 35 yoshga yetgunga qadar baribir ko'pchilik ham sud sohasida ishlamasligi mumkin. Buni ham to'g'ri tushunaman. Bu masala ham islohotlarga muhtoj deb hisoblayman, chunki 35 yosh baribir katta yosh. 35 yoshlik kishi o'sha hayotida qanaqadir yutuqlarga erishgan, bitta ishxonada borib ishlayotgan, o'zini masalan eng kamida masalan rayon emas, viloyat yoki undan yuqori bo'g'inda ishlayotgan, o'zini o'sha boshlagan sohasida bo'ladi. Uni tashab sudga kelishi, yana noldan sudda ish boshlashi albatta qiyin. Shu uchun sudyalik yoshini ham masalan men o'ylayman keyingi islohotlarda bu masalani ham ko'rish kerak deb o'ylayman. Chunki 35 yoshgacha sudda ishlashga masalan yurmasligi mumkin, vaqt o'tkazmasligi mumkin. Hozirgi zamon yoshlari juda tezroq natija olishni istaydi. Bir joyda uzoq qo'nim topib ishlashi ham bir qiyin masala hisoblanadi. Endi sudyalikka xos masalalarga, aynan sudyalik kasbiga xos xislatlarga keladigan bo'lsak, bu xislatlar xalaqit bermaydi deb o'ylayman. Xarakteri tezroq bo'lishi mumkin yoki og'ir vazmin bo'lishi mumkin. Chunki bu aynan kasbimizda unaqa katta rol o'ynaydi deb hisoblamayman. Men doim talabalarimga hazillashib aytamanki, sen juda ham yaxshi yashashga qiziqasanmi yo o'rtacha yashashni ham ma'qul ko'rasanmi deyman-da. Oxirgi o'sha magistr talabalarimdan bittasi, bilaman-da, sezaman. Sen sudya bo'lmagin deyman-da doim unga. Bilimi yaxshi, nimaga ustoz deydi? Chunki sen moyilsan deyman, yaxshi yashaging keladi, yaxshi nima. Sudyalik kasbi unaqa emas. Sudyalik kasbi o'rtacha yashashga tayyor bo'lish kerak. Sudyani masalan moddiy qiymatliklarga, hashamatga yoki o'yin kulgiga moyil inson bu kasbda ishlab ketishi qiyin. Bu vaqt o'tishi bilan bu o'zgarmasligi mumkin. Shu uchun yoshlarga to'g'ri yo'nalish berish kerakki, o'sha sohaga o'ziga mos sohani tanlashi kerak. Bu ayb emas, uni shunaqa ekanligi. Ayb emas, faqat bu kasbni tanlamasligi kerak. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlaringizda bitta post ko'rib qoldim. Xalqaro ayol sudyalar assotsiatsiyasiga a'zo bo'lganligingiz. Birozgina mana shu haqida, nima u assotsiatsiya va bu nima beradi biz sudyalarimizga bu a'zolik? To'g'ri savol. Xabaringiz bor, biz mana 2026-yil mart oyida O'zbekistonda ilk bor ayol sudyalar assotsiatsiyasi tashkil qilindi. U o'zida mana shu respublikamizda faoliyat yuritayotgan, sudyalik korpusida ishlab kelayotgan ayol sudyalarimiz a'zoligida asosida tashkil qilindi. Bu nodavlat tashkilot hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi ayol sudyalarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni o'sha hali aytganingizdek kasbiy zo'riqish, kasbiy bosimga chidamlikka ko'maklashish va eng muhim huquqning eng dolzarb qiyin masalalari bo'yicha qayta o'qitish, masalan birga tahlil qilish, tajriba almashish kabi ko'pgina masalalarni o'z ichiga oladi. Lekin shu o'rinda ta'kidlashim kerakki, huquqshunos sifatida albatta odil sudlovni jinsi bo'lmaydi. U ayol sudya tomonidan ish ko'riladimi, erkak sudya tomonidan ish ko'riladimi, odil sudlovda bu umuman ahamiyatga ega emas. Chunki sudyadan professionallik talab qilinadi.
Lekin ayol sudyalarimizni oshayotganligini man bir tomondan quvontiradiki soni, ya'ni demak professional sudyalar, professional huquqshunoslar ayollar orasida ham demak ko'payib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Yana bir yaxshi voqea, bu yil yaqinda biz O'zbekiston ayol sudyalar assotsiatsiyasi Xalqaro ayol sudyalar assotsiatsiyasi a'zolikka qabul qilindi va har bittamiz, mana jumladan man ham ko'pgina ayollar alohida Xalqaro ayol sudyalar assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldik. Bu albatta sharafli va mas'uliyatli hisoblanadi. Demak, biz o'zimizni respublikamizdan tashqarida ham o'zimizni hamkasblarimiz bilan tajriba almashish, o'sha huquqning dolzarb masalalari bo'yicha fikrlashish, yana nazarda tutilyapti yaqin orada xalqaro konferensiyalar tashkil qilish, o'sha konferensiyalarga bizani ham taklif qilishyapti, ma'ruzalar bilan ishtirok etish, o'zimizni masalan demak bizni ham o'zimiz sud tizimimizni havas qiladigan, namuna qilib ko'rsatadigan holatlari bor. Shu holatlarni xalqaro hamjamiyatga olib chiqish imkoniyati paydo bo'ldi. Suhbatimiz o'zini kulminatsion nuqtasiga yaqinlashdi. Sadaqat Musayevna, endi ruxsatingiz bilan birinchi savollarga o'tsak. Xo'p, birinchi savol. Kuniga o'nlab oilaviy mojarolarni eshitgan sudya kechqurun uyiga qanday kayfiyatda qaytadi? Bir tomondan yelkasida katta mas'uliyat hissi bilan, ikkinchi tomondan bajarayotgan ishi insonlarning qiyin hayotiy vaziyatlariga yechim berayotganligidan mamnun holatda qaytadi. Zo'r. Har bir sudya va huquqshunos albatta o'qish kerak bo'lgan biror kitob nomini ayting. Bunday kitoblar ko'p, lekin men Montesquieuning Qonunlar ruhi to'g'risidagi asarini ta'kidlagan bo'lar edim. U nafaqat huquqning tabiati, qonunlarning jamiyatga mos bo'lishi, hokimiyatlar taqsimlanish tamoyili va muhim masalalarni o'z ichiga olgan mumtoz klassik asar va buni har bir huquqshunos o'qishi kerak deb hisoblayman. Zo'r tavsiya. Har kuni nizolarga duch kelib, insoniylikni saqlab qolish mumkinmi? Albatta, nafaqat mumkin, balki shart hamdir. Hali aytganimdek, sudyaning o'sha miyasi sovuq, qalbi qaynoq bo'lsa, u insoniylikni albatta saqlab qoladi. Odamlar sudyalar haqida nimalarni tushunishlarini istar edingiz? Ular ham jamiyatda siz va bizga o'xshagan oddiy inson ekanligini, ularning ham hissiyotlari, yaqinlari borligini va ular ham asosiy maqsadi insonlarga yordam berish ekanligini tushunishlarini istagan bo'lardim. Zo'r. Sudyalik kasbi borasidagi eng katta yanglish tushuncha nima? Insonlar sudyalar faqat qaror va hukm qabul qiladi deb o'ylashadi. Aslida insonlar tushunishi kerakki, sudyalar har bir qaror va hukm ortida juda katta mas'uliyatni qabul qilishadi. Agar sizda vaqt mashinasi bo'lganida huquqshunoslik fakultetiga o'qishga kirgan paytingizga qaytib, o'zingizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Hech qachon mashaqqatli yo'llardan yurishdan qo'rqma degan bo'lardim. Aynan shu yo'llar seni inson sifatida, sudya sifatida shakllanishingga, hurmat e'tiborga ega bo'lishingga olib keladi degan bo'lar edim. Yosh sudyalarga beradigan eng muhim maslahatingiz qaysi? Birinchi o'rinda ilmni ketidan quving va bu yo'lda hech qachon to'xtamang va insoniylikni yo'qotmang. Siz qonunni talqin qilishda xato qilishingiz mumkin, lekin insonga nisbatan insoniylikni yo'qotmasligingiz kerak. Internetda sudyalarning tanqid qilinishiga munosabatingiz? To'g'ri qabul qilaman. Tanqid bor joyda rivojlanish bo'ladi, faqat bu tanqid asosli bo'lishi kerak va tuhmat, haqorat va qadr-qimmatga putur yetkazuvchi so'zlarsiz bo'lishi kerak deb hisoblayman. Agar yelkangizdagi mantiya, mansab va unvonlar olib tashlansa, siz o'zingizni kim deb atagan bo'lardingiz? Avvalo oddiy inson, ona, ayol, ustozman va asosiy maqsadim baribir o'zimni kasbim yaxshilikka xizmat qilishga ishongan oddiy insonman. Rahmat. Bugungi ochiq, samimiy, konstruktiv muloqot va suhbat uchun sizga alohida tashakkur aytamiz. Eslatib o'tamiz, Yakubs podkast bu jamiyatimizda ro'y beradigan turli xil muammolar va ularning yechimlarini ekspertlar bilan, soha mutaxassislari bilan birgalikda o'tirib muhokama qiladigan, fikr almashadigan maydon. Keyingi sonlarimizda siz qaysi mavzuda va kimlarni suhbatga chaqirishimizni xohlagan bo'lardingiz, iltimos izohlarda yozib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham tashrif uchun tashakkur aytamiz.